Ikkinchi qism. Birinchi bob. Jang. Odamlarning ovozi bilan chanaga qo'shilgan itlar g'ingshiganini eng avval eshitgan urg'ochi bo'ri birinchi bo'lib sillasi qurib gulxan o'rtasida o'tirgan odamdan nari ketdi. Naqd o'ljani tashlab qochishga ko'zlari qiymagan boshqa bo'rilar qulog'ini ding qilib atrofga quloq soldi. Keyin ular ham noiloj urg'ochi bo'ri ortidan ketishdi. Eng oldinda bo'rilar to'dasining sardori bahaybat kulrang bo'ri yelib borardi. Boshqa bo'rilar ilgarilab o'zib ketishga botinganda ularga tahdidona irillab tirqiratgan ham qor bosgan sayhonlikda hovliqmay yurtib borayotgan urg'ochi bo'ri ortidan ergashib borishga boshqalarini majbur qilayotgan ham ana shu kulrang bo'ri edi. Urg'ochi bo'ri faqat bitta o'zining haq-huquqi bordek uning yoniga o'tib oldida bu yog'iga to'dadan aslo chetlashmadi. U tasodifan ilgarilab ketsa sardor erillab unga tish qayramas, aksincha unga xohish rag'bati kuchli ekan shekilli har daqiqa u bilan yonma-yon borishga tirishardi. Urg'ochi bo'riga bu yoqmas va shunday lahzalarda yoniga yo'latmay irillar, tishlarini tiqillatar edi. Hatto gohi kulrang bo'rini tishlab olishdan ham o'zini tiyolmay qolardi. Shunday paytda sardor zarracha g'azablanmas, balki o'sal bo'lgan to'pori xotinbozga o'xshab kelishmagan alfozda o'zini chetga olar va irg'ishlab qo'yar edi. Sardor to'dani boshqarishga birdan bir monelik qilayotgan narsa shu edi. Urg'ochi bo'rini esa boshqa ko'ngilsizliklar bezor qilardi. Uning o'ng atrofida urishaverib sog' joyi qolmagan oriq qari bo'ri borardi. Qachon qarasang urg'ochi bo'rining o'ng tarafida bo'lardi. Bunga bir ko'zi o'ng ko'zining ojiz ekani sabab edi. Keksa bo'ri dam-badam yara chaqa tumshug'i bilan uning goh biqini, goh yelkasi, goh bo'yniga turtib holi joniga qo'ymas edi. Urg'ochi bo'ri so'l tarafda borayotgan sardorning shilqimligiga qanday bo'lsa, uning xiraligiga xuddi shunday tarzda tishlarini tiqillatib javob qaytarardi. Mabodo ikkovi ikki yog'idan baravar tixirlik qilishga o'tishsa, unga qiyin bo'lar edi. Bir vaqtning o'zida ham bu shilqimlarga qarshilik ko'rsatishi ham to'dadan orqaga qolib ketmay, bir me'yorda yugurib borish kerak edi. Shunday daqiqalarda ikkala bo'ri tahdidona erillab bir-birlariga tishlarini qayirishardi. Boshqa payt bo'lganda ular olishib ketishardi. Ammo hozir hatto kuyikish bilan qizg'anish tuyg'usi ham butun to'daga azob berayotgan ochlik tuyg'usi oldida hech narsa bo'lmay qolgan edi. Har safar shunday qarshilikdan so'ng keksa bo'ri shahvatini qo'zg'ayotgan bu injiqdan nari qochar va o'ng tomonida ko'rmaydigan ko'zi tomonida kelayotgan navqiron yosh bo'riga sakrar, pirovardida o'rtada nizo chiqardi. Bu 3 yashar bo'ri ayni voyaga yetgan kuchga to'lgan edi. Bo'rilarning madorsizligi va holdan toyganligini inobatga olganda ular orasida kuch-quvvati va g'ayrati bilan keskin ajralib turadi. Shunday bo'lsa ham u bir ko'zli qari bo'ridan xiyol orqaroqda borardi. Unga tenglashgani jur'at qildi deguncha bu kamdan kam yuz beradi. Qari bo'ri irillab tishlarini g'ijirlatar va o'sha zahoti uning ta'zirini berib qo'yardi. Lekin ba'zan yosh bo'ri tixirlik qilib, u bilan urg'ochi bo'rining orasiga suqilib kirardi. Bunaqa nayrangi 2, hatto 3 tarafdan qarshilikka uchrardi. Urg'ochi bo'ri irillay boshladi deguncha qari bo'ri keskin o'girilib yosh bo'riga tashlanardi. Ba'zan unga yaqinlashib urg'ochi bo'ri ham tashlanib qolar. Gohida esa ularga so'l tomondagi sardor ham qo'shilardi. 3 nafar darg'azab bo'rining tahdidona ochilgan og'zini ko'rgan yosh bo'ri shashtidan qaytib to'xtar, so'ng cho'nqayib o'tirar va hurpayib tishlarini g'ijirlatar edi. To'da yetakchilari o'rtasida qo'zg'algan nizo orqada kelayotgan boshqa bo'rilarga ta'sir qilmay iloji yo'q edi.
Ular ham yosh bo'riga yopishib ketishar, undan norozi bo'lib, biqini va korsonini g'azab bilan tishlashardi. Shunday paytda u nima qilarini bilmas, chunki qarshilik ko'rsatsa ochlikdan qiynalib ketgan hamzodlarining qahriga duchor bo'lishi turgan gap. Ammo qonida jo'sh urayotgan navqiron bo'riga xos bitmas tuganmas g'ayrat, shijoat oqibati natijasida ko'ngilsizlik keltirsa ham u o'sha qilig'ini bot-bot takrorlashga undar edi. Bo'rilarga biron o'lja yo'liqsa edi, ular orasida kuyikish va kuyikish tug'dirgan raqobat kuchayib, pirovardida to'da tarqalib ketgan bo'lardi. Ammo hozir bo'rilarning ahvoli og'ir edi. Uzoq davom etgan ochlikdan hammasining sillasi qurigan. Shuning uchun to'da sekin ilgarilab borishar edi. To'daning oxirida holdan to'ygan yosh bo'rilar bilan qarib kuchdan qolganlari sudralib kelardi. Baquvvatlari oldinda borishardi. Bu ochin to'qin ozib to'zgan qovurg'alari ko'rinib qolgan bo'rilar qiyofasida chinakam bo'ri qolmagan edi. Lekin shunga qaramasdan mayib majruhlarini aytmasa ko'pchiligi toliqmay bemalol yugurib borishardi. Terilari ostida pishiq o'rilgan arqondek bo'rtib turgan mushaklarida kuch-g'ayrat hech qachon tugamaydiganga o'xshar edi. O'sha kuni bo'rilar ancha yo'l bosishdi. Kechasi ham to'xtashmadi. Ertasi kuni tong otganda ular hamon yo'lda edilar. Qattol sovuq hukm surgan poyoni yo'q makon, qimirlagan jon yo'q. Mana shu o'lik makonda yolg'iz ular harakat qilishar edi. Faqatgina ularning vujudida hayot mavjud va ular ana shu hayotni davom ettirish, yashash va yashamoq uchun xomtalash qilgani o'zga mahluqlarni izlab borishardi. Biron yegulik topilmaguncha necha ayrig'ichlardan, necha soyliklardan o'tishmadi deysiz. Oxiri yo'llarda bug'ular uchadi. Birinchi o'ljalari bahaybat erkak bug'u bo'ldi. Najot edi bu. Hayot mamotlari shunga bog'liq edi. Bu laqqa go'sht uni vahimali gulxan ham, uchar palyonlar ham himoya qilmasdi. Ayri tayoqlar bilan sershoh muguzlar bo'rilarga tanish, ilgari ham xo'p to'qnashgan edilar. Shuning uchun ehtiyotkorlik va bo'rilarga xos sabr toqatni yig'ishtirib qo'yib bug'iga tashlanishdi. Qaqshatqich olishuv shiddatli tus oldi. Ular bug'ini 4 tomondan qurshab oldilar. Bug'u zalvorli tuyoqlari bilan tepib bo'rilarning qornini yorib tashlar, boshlarini yong'oqdek chaqar bahaybat muguzlari bilan abjaqlarini chiqarardi. Bug'u qorga ag'nab ularni tagiga olib pipalar, biroq baribir uning kuni bitgan edi. Nihoyat u tizzalab qoldi. Urg'ochi bo'ri vahshiylarcha uning bo'g'ziga zulukdek yopishdi. Boshqa bo'rilar esa hali joni uzilmagan va hamon qarshilik qilishga urinayotganiga qaramay tilka pora qilib yemoqqa tutindilar. Bug'u go'shti bisyor edi. Uning vazni salkam yarim tonna bo'lib, har bir bo'riga taxminan 25 kilodan et to'g'ri kelardi. Bo'rilar ochlikka qanchalar matonat bilan chidagan bo'lsa, ovqatni shunchalar tez va apil-tapil yeyishga tushdilar va oqibatda bir necha soat avval yo'liqqan ko'rkam baquvvat jonivordan ko'z ochib yumguncha qorda yotgan bir nechta tozalangan suyak qoldi xolos. O'sha kuni bo'rilar uzoq dam olib, to'yib uxlashdi. Qorni to'ygan yoshroq erkak bo'rilar orasida nizo chiqib, o'zaro g'ajishlar boshlandi va kun bo'yi davom etdi va bu to'daning bo'linishiga olib keldi. Ochlik tugadi. Bo'rilar o'ljalar mo'l-ko'l yerga kelishgan edi. Ular hamon to'da bo'lib ov qilishar, lekin endi ehtiyotkorlik bilan yo'lda uchragan bug'ular podasidagi bo'g'ozlari yoki qari kasal bug'ularni mo'ljallab topishardilar. Nihoyat bir kuni mana shu farovon o'lkada bo'rilar to'dasi ikkiga ajraldi.
Urg'ochi bo'ri uning chap tomonida hamroh bo'lib kelgan yosh yetakchi va o'ng tomondagi bir ko'z bo'ri birga o'z guruhlarini sharqqa, Makkenzi daryosi, o'shanaqasi undan ham nariroqqa joylashgan Moviy ko'llar sari boshlab ketishdi. Mana shu bir hovuchgina to'da ham kun sayin siyraklashar borar edi. Bo'rilar juft-juft erkak urg'ochi bo'lib ajrashardi. O'ziga sherik topmagan bo'ri xiralik qilayotgan qari so'qqabosh bo'rini haydar edi. Oxiri urg'ochi bo'ri yosh yetakchi bir ko'z va dovyurak 3 yashar to'rtovlon qolishdi. Bu vaqtga kelib urg'ochi bo'rining xulqi butunlay aynigan edi. U arzimagan bahonada kuyikkan erkak bo'rilarga tashlanaveradigan odat chiqardi. Ammo erkak bo'rilar bunga parvo qilishmas, izzat nafs tufayli qochib qolishdan o'zlarini tiyishar. Ular aksincha urg'ochi bo'riga yelkalarini tutib berishar, dumlarini likillatib ko'nglini ovlash uchun atrofida girdikapalak bo'lishardi. Holbuki urg'ochi bo'riga nisbatan qanchalar beozor bo'lishsa, bir-birlariga nisbatan shuncha berahm va ayovsiz bo'lishar edi. 3 yashar bo'rining yovuzligi hammasidan o'tib tushardi. Navbatdagi janjal to'polonlardan birida u qari bo'rining so'qir ko'zi tarafidan hamla qilib, uning qulog'ini uzib oldi. Bir ko'z bo'ri qari bo'lsa ham o'ziga yetguncha abjir va boz ustiga nihoyatda ayyor va tajribali edi. Oqib tushgan ko'zi bilan tilka-tilka bo'lib ketgan tumshug'i buning qanaqa tajriba ekanidan dalolat berardi. Umri davomida u olishaverib shunchalik abjir bo'lib ketgan ediki, hozir zarracha ham ikkilanib o'tirmadi. Olishuv halol boshlandi, ammo g'irrom bilan tugadi. Agar bir ko'z bo'ri yoniga yosh yetakchi qo'shilmaganda jang nima bilan tugashini oldindan aytish amri mahol edi. Ular ikkovlashib dovyurak do'ltiga tashlanishdi. Kechagina bir daryodan suv ichgan, birga ochlik alamini tortgan galadoshlar rahm shafqatni unutib, uning a'zoyi badanini tilka pora qilardilar. Birga ovga chiqishar, birga xomtalash qilingan o'ljalar uchovini birdek qiynagan ochlik unut bo'lgan edi. Bularning hammasi o'tmishga aylangan edi. Hozir ular ochlikdan ko'ra ayovsizroq va qudratliroq tuyg'u, shahvat tuyg'usi izmida edi. Shu orada barcha nizolar sababchisi urg'ochi bo'ri mamnun qiyofada qorga cho'nqaygancha olishuvni kuzata boshladi. Ochig'i bu manzara unga juda yoqdi. Bir so'z bilan aytganda uning kuni tuqqan. Faqatgina unga yetishmoq, uni egallamoq uchun jullar hurpayib, so'yloq tishlar bir-biriga qilichdek urilib, etlarni yulib oladigan, yorib tashlaydigan damlar kelgan edi. Umrida ilk bor kuykayotgan do'lti ham ana shu tuyg'u yo'lida qurbon bo'ldi. Ikkala raqib uning jasadi tepasida turishardi. Ular qorda og'zini mamnun ochib o'tirgan urg'ochi bo'riga intiq tikilishdi. Ammo ko'pni ko'rgan qari bo'ri janglardan ham ko'ra muhabbat bobida behad usta edi. Yosh sardor yelkasidagi yarani yalab yulqash uchun boshini burganda, qari bo'ri qulay imkoniyat kelganini payqadi-yu, fursatni qo'ldan boy bermay, yosh bo'riga o'zini otdi. Bo'ynidan g'archcha tishlab, ko'k tomirini yorib tashladi-da darhol sakrab orqaga qochdi. Yosh yetakchi o'kirib yubordi. Ammo uning vahshiyona o'kirigi zum o'tmay yo'talga aylandi. Ko'p qon yo'qotib holsizlanganiga qaramay, yo'tala-yo'tala qari bo'riga qarab yugurdi. Biroq uning sillasi qurib, oyoqlari chalishib, ko'z oldini tuman qopladi. Uning vujudini hayot tark eta boshlagan edi. Urg'ochi bo'ri esa bir chekkada mamnun qiyofada o'tirar edi. Olishuvni tomosha qilish unga huzur bag'ishlar edi. Chunki shimol tabiatida mayl muhabbat shundan iborat bo'lib, uning fojiasi nimadan iboratligi esa ajali yetgan tushunar edi. Tirik qolganlar uchun bu fojia bo'lmay, amalga oshirilgan xohish istak tantanasi edi.
Yosh bo'rining joni uzilgach, bir ko'z mag'rur qadam tashlab urg'ochi bo'ri yoniga yurdi. Darvoqe, g'olibning o'z g'alabasini to'la tantana qilishiga har doim kutilmagan hodisalarga shay bo'lib turish zarurati yo'l qo'ymasdi. Bir ko'z ikkilanib unga yaqinlashdi. Urg'ochi bo'rining tishlarini irjaytirganini ko'rib, ishonqiramagandek hayron bo'ldi. Chunki shuncha paytdan buyon unga ilk bor ro'yxushlik bildirishi edi. Urg'ochi bo'ri u bilan iskashdi va hatto kuchukchaga o'xshab irg'ishlab jilpanglay boshladi. Hayotning pastu balandini ko'raverib ko'zi pishib ketgan bir ko'z ham keksayib qolgani uchun bayni kuchukka o'xshab urg'ochi bo'ridan ko'ra bachkanaroq qiliqlar qilishga o'tdi. Mag'lub raqiblar ular qoni bilan qor sathiga yozilgan muhabbat mojarosi ham unutilgan edi. Buni bir ko'z atigi bir marta yaralarini yalash uchun to'xtaganda esladi. Shunda uning tishlari g'azabdan irjayib, jullari tikkaydi. O'tkir tirnoqlari panjalari qorni changalladi va sakrashga hozirlik ko'rgandek tanasi kamondek egildi. Ammo zum o'tmay hammasini unutib, jilpanglab o'rmon sari chorlayotgan urg'ochi bo'rining ortidan yugurdi. So'ng nihoyat ikkovlon til topishgan ikki mehribon do'stlardek yonma-yon yo'rtib ketishardi. Kunlar ketidan kunlar o'tdi. Ular bir-birlaridan kechmadilar. Birga ilvasin quvishar, birga tutib, birga baham ko'rishardi. Ammo keyinchalik urg'ochi bo'ri bezovtalanadigan bo'lib qoldi. U bamisli bir nimani izlab sira topolmayotgandek bo'lardi. Uni qulagan daraxt butoqlari tagida hosil bo'lgan xilvat joylar o'ziga tortar va u tik qoyalarning yoriqlari bilan daryo sohillarining tagida qor bosgan g'orlarni soatlab iskashdan huzur qilardi. Qari bo'rini bular zarracha qiziqtirmas, lekin indamay urg'ochi bo'riga ergashib ketaverar. Qidiruv cho'zilib ketganda qorda uzala tushib uni kutib yotar edi. Bir yerda uzoq to'xtamasdan ular yura-yura Makkenzi daryosi kanoralariga yetib kelishdi va bu yog'iga qirg'oq yoqalab shoshilmay yo'lga tushdilar. Ular goh-goh o'lja ilinjida kambar irmoqlari sari borishar, ammo albatta yana daryo bo'yiga qaytishardi. Ba'zan yo'lda ularga juft-juft bo'lib daydib yurgan bo'rilar uchrab qolar edi. Biroq bunday uchrashuvdan na bu tomon, na u tomon quvonmasdi ham. Xayrixohlik ham bildirmasdi va yana birlashishga istak bildirmasdi ham. Yo'l-yo'lakay so'qqabosh bo'rilar ham uchrardi. Bular erkak bo'rilar bo'lib, jon-jon deb bir ko'z bilan hamrohiga qo'shilardi. Bir ko'z buni istamas va bunga yo'l qo'ymasdi. Urg'ochi bo'ri uning yoniga borib junlarini xo'rpaytirib irillasa bormi? Begona shilqimlar o'sha zahoti chekinishar va yana sho'ppayib boshlari oqqan tarafga ravona bo'lishadi. Kunlardan bir kuni oy nurida yorishgan jimjit o'rmon yonida yo'rtib borayotgan mahal bir ko'z birdan to'xtadi-da, tumshug'ini baland ko'tarib, burun kataklarini kerib, havoni iskashga tushdi. Keyin oldingi panjasini ko'tardi. Nimadir uni tashvishga soldi va u hid olish uchun havoni iskayverdi. Urg'ochi bo'ri ham havoni iskab ko'rdi-da, yo'ldoshiga dalda bergan kabi oldinga o'tib yo'l boshladi. Hamon betoqat bo'layotgan bir ko'z noiloj unga ergashdi, ammo dam-badam to'xtab, xavotir ichida shamolni iskar edi. Urg'ochi bo'ri daraxtlar orasidan yurib borib, asta-sekin hayhotdek yalanglikka chiqdi. Bir necha daqiqa o'sha yerda yolg'iz o'zi turdi. So'ng hamon bir nimadan hadiksirayotgan bir ko'z yoniga keldi. Ular atrofga birga ko'z yugurtirib, quloq solib havoni iskagancha anchagacha turishdi. Itlarning xurishi, erkaklarning o'dag'aylashi, xotin xalajning shang'illagani va go'daklarning chinqirib yig'lagani eshitildi. Yalanglikdan ularga charm qoplagan ulkan vigvamlar, gulxan shulasi
g'imirlab yurgan odamlar va sokin havoda o'rlayotgan tutun ko'rindi. Ammo dimoqlariga hindularning qishlog'idan bir ko'zga noma'lum urg'ochi bo'riga esa tanish va qadrdon narsalarning isi kelardi. Urg'ochi bo'rining vujudini g'alati bezovtalik qamrab, u havoni qayta huzur bilan iskar edi. Lekin bir ko'z hamon xavotirda edi. U qo'rqa-pisa o'rnidan qo'zg'alib, shu bilan o'z xavotirini sezdirib qo'ydi. Urg'ochi bo'ri o'girilib go'yo o'zicha yupatgan bo'lib, tumshug'i bilan uning bo'yniga turtkiladi-da, o'zi esa yana qishloqni kuzata boshladi. Allaqanday sog'inchdan uning ko'zlari yonardi. Bu endi ochlik tufayli tug'ilgan tuyg'u emasdi. Uni o'sha yoqqa shamoldek uchib borgisi, gulxan yoniga pisib o'tgisi, itlarning janjal nizolariga aralashgisi, odamlarning oyoqlari tagida o'ralashib yurgisi, irg'ishlab o'ynagisi kelardi. Uning yonida betoqat bir ko'z depsinmoqda edi. Nihoyat urg'ochi bo'rining vujudini bir zamonlardagidek yana bezovtalik qamrab oldi. U uzoq paytdan buyon izlayotgan narsasini tezroq topish istagi yana tomirida jo'sh urayotganini sezdi. Dafatan ortiga o'girildi-da, o'rmonga, daraxtlar ortiga yugurdi. Bir ko'z ham yengil tortib uning ortidan ketdi. Ular oy nuri yoritgan o'rmonda sharpadek sassiz borisharkan, bir so'qmoqqa duch kelishdi va darhol ikkovi qorni iskab ko'rdi. So'qmoqdagi izlar yangi edi. Bir ko'z pisib oldinga yurdi. Hamrohi esa izidan kela boshladi. Ular shovqin ko'tarmay borishar, serbar do'mboqchalari, yumshoq panjalari qorga botmasdi. Tuyqus bir ko'zning oppoq qor qo'ynidagi oq sharpaga ko'zi tushdi. Qorda ohista sudralib borayotgan bir ko'zning jadal harakati sezilayotgan bo'lsa, endi u yana ham ildamroq harakat qila boshladi. Oldinda allaqanday oq sharpa tinmay lipillar edi. Ular ikkovi oy nuriga g'arq bo'lgan sayhonlikka tushgan, ikki tomonini qarag'ay nihollari qoplagan insizgina so'qmoqqa o'tishdi. Qari bo'ri lahza sayin oq sharpaga yaqinlashardi. Mana, nihoyat u oq sharpaga yetib oldi. Bir sakrasa bo'lgani bo'rining changaliga tushadi. Bir ko'z sakrashga chog'landi-yu, lekin shashtidan qaytdi. Quyonligi ma'lum bo'lgan o'sha oq sharpa birdan yuqoriga ko'tarilib, havoda muallaq osilib qoldi va koptokdek tebrana boshladi. Quti o'chib ketgan bir ko'z o'zini orqaga otdi. Qorga yotib, bu dahshatli va sirli buyumga qarab vahshiyona irilladi. Urg'ochi bo'ri esa parvoyi palak oldinga o'tib sakrashga chog'landi va quyonni tutish uchun sakradi. U juda baland sakragani bilan quyonga yeta olmadi. Keyin ketma-ket yana 2 marta irg'ishladi. Bir ko'z asta o'rnidan turib, urg'ochi bo'rining xatti-harakatlarini kuzatib turardi. Oxiri uning noshudligidan jahli chiqib, o'zi bir sakradi-da, quyonni ushlab yerga olib tushdi. Ammo o'sha zahoti yon tarafdan xavotirlanarli shatir-shutur eshitildi va bir ko'z boshi uzra kamondek egilgan archa niholiga ko'zi tushdi. Daraxt ana-mana qarsillab boshiga urilgandek edi. Bo'ri og'zidagi quyonni tashlab, bu mash'um falokatdan qutulish uchun o'zini orqaga otdi. G'azab va qo'rquvdan jullari hurpayib, bo'g'iq irilladi. Nihol qaddini rostladi-yu, quyon yana muallaq osilib qoldi. Urg'ochi bo'rining jazavasi tutib, sherigining yelkasidan g'archa tishlasa bo'ladimi? Buni kutmagan bir ko'z g'azabiga chidayolmay o'ta keskir tishlarini qayrab, uning tumshug'ini g'ajib tashlashga oz qoldi. O'z navbatida bunaqa qarshilikni kutmagan urg'ochi bo'ri ham irillab bir ko'zga tashlandi. Xatosini payqagan bir ko'z o'zicha yarashishga undagan bo'lib, yelkasini unga tutib berdi. Ammo urg'ochi bo'ri ko'nmadi. Uning duch kelgan yerini tishlab tashlayverdi. Yarashishdan umidini uzgan bir ko'z pirovardida uning hamlalariga chap berishga tushdi. Ora-chora dam u yelkasini, dam bu yelkasini tutib
berishdan boshqa iloj topolmadi. Quyon esa hamon havoda koptokdek likillab yotardi. Urg'ochi bo'ri qorga cho'nqaydi. Sirli archadan ko'ra sherigidan ko'proq xavotir olayotgan bir ko'z yana sakradi. Quyonni changallab yerga tushgach, u egildi. Bo'ri hozir qarsillab uriladi degan xavotirda g'ujanak bo'lib oldi, lekin o'ljasini qo'yib yubormadi. Ammo kutganidek daraxt kelib urilmadi. Aksincha, boshi uzra egilgan ko'yi turaverdi. Bo'ri o'rnidan jilsa archa hamjilar va u tishini tishiga bosib irillardi. Jim yotganda daraxt ham qimir etmasdi va oxiri bo'ri qimirlamay yotishni lozim topdi. Ammo quyondan shunday hid kelar ediki, asta qo'yavering. Bunday mushkul ahvoldan bir ko'zni urg'ochi bo'ri qutqardi. U bir ko'zdan quyonni oldi-da, o'sha yerning o'zida qarag'ay boshi uzra tahlikali tarzda chayqalib silkinguncha bamaylixotir uning yelkasini g'ajib uzib oldi. Archa ilkis qad rostladi-da bo'ldi. Shundan so'ng ularni boshqa bezovta qilmadi. Urg'ochi bo'ri bilan bir ko'z o'zlari uchun bu sirli daraxt tayyorlab qo'ygan quyonni pok-pokiza tushirdilar. Ular quyonlar havoda chayqalib turgan bunaqa so'qmoqlar bilan sayqonliklarning ko'piga duch keldilar. Bir juft bo'ri yo'l-yo'lakay ularning barini tekshirib ko'rardi. Urg'ochi bo'ri hamma vaqt oldinda yurar, bir ko'z esa tuzoqlardagi o'ljani ziyon zahmatsiz qay tariqa olish mumkinligini o'rganib, uning ortidan yurardi. Keyinchalik bu saboq juda ko'p vaziyatlarda uning joniga oro kirdi. Ikkinchi bob. Bo'ri uyasi. Urg'ochi bo'ri bilan bir ko'z hindular qishlog'ining kanorasida 2 kechayu 2 kunduz izg'ib yurishdi. Bir ko'z hamon xavotirlanar va nimadandir cho'chir, urg'ochi bo'ri esa xuddi ohanrabosi bordek qishloqning atrofidan ketgisi kelmas edi. Ammo kunlardan bir kun ertalab nogahon ularning yonginasida o'q ovozi yangrab, o'q bir ko'zning boshi uzra o'tib daraxtga tegdi-yu, bo'rilar orqa oldiga qaramay bu xatarli yerdan juftakni rostladilar. Ular to'xtamay 3 kun yurishdi. O'zini qo'yarga joy topolmasdi. Shu kunlar ichida u xiyla og'riqlashib qolgan va tez yurolmasdi. Bir kuni quyonning payiga tushgan chog'da u birdan quvishdan to'xtab nafas rostlagani qorga yotdi. Odatda bunaqa uchqur quyonlarni tutish unga cho't emasdi. Bir ko'z uning yoniga kelib bo'yniga tumshug'ini tekkizib endi suykalmoqchi bo'lgan edi. Urg'ochi bo'ri kutilmaganda bir hamla qilib tishlab oldi-yu, azbaroyi chalqancha yiqildi va noshudlarcha uning hamlalaridan o'zini himoya qilishga tushdi. Buni ko'rib urg'ochi bo'ri battar quturib ketdi. Shunda ham bir ko'z uni ayadi. Jahldan tushishini sabr toqat bilan kutdi. Nihoyat urg'ochi bo'ri kichik bir irmoq bo'yidan izlaganini topdi. Yoz faslida Makkenzi daryosiga kelib quyiluvchi bu irmoq hozir butunlay muzlagan va oqishdan to'xtagan edi. Urg'ochi bo'ri bir ko'zning ortidan zo'r-bazur yurib borayotgan edi. Dafatan bir yerda anhor uzra osilib turgan bahaybat do'ngalakni payqab qoldi. Beixtiyor u o'sha tomonga burildi. Bahor toshqinlari hamda qorlar erib oqqan jilg'alar qirg'oqlari ensizgina yoriqni quvib o'nqir hosil qilgan edi. Urg'ochi bo'ri o'nqir og'zida to'xtab devorlarni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. So'ng uni ikkala tomonidan jarlik qiyalama tog' yonbag'riga qo'shib ketgan yergacha aylanib chiqdi. Ortiga qaytib kelgach esa kambargina tuynuk orqali g'orga kirdi. Dastlab 2-3 qadamcha sudralib bordi. Keyin g'or ichi kengayib, urg'ochi bo'ri xiyla keng, diametri 2 metrcha keladigan maydonchaga chiqdi. Uning boshi g'or shiftiga tegay derdi. Bu yer qulay va issiqqina edi. Urg'ochi bo'ri g'orni ko'zdan kechirishga kirishdi. Bir ko'z esa g'or og'zida uni jimgina kuzatar edi.
boshini panjalariga tumshug'i tikkudek darajada egib urg'ochi bo'lib bir necha bor u yoqdan bu yoqqa dumaladi. So'ngra g'ingshigancha xujanak bo'lib oldi-da g'or og'zi tomonga qarab chalqancha yotib oldi. Bir ko'z sergaklanib boshini silkib qo'ydi. Uning tashqarida u yoqdan bu yoqqa yurayotgani g'or og'zidan tushayotgan yorug'lik hovurida ko'rinardi. Urg'ochi bo'ri o'zining mamnun va xotirjam ekanini bildirgan kabi quloqlarini chimirib tilini chiqardi. Bir ko'zning qorni ochdi. U g'or og'zida yotib uyquga ketdi, lekin uxlolmadi. U dam-badam uyg'onib ketar va sergaklanib aprel oftobining jilvagar nuriga g'arq bo'lgan borliqdan kelayotgan tovushlarga quloq solardi. Uyqu bosib ko'zi yumildi degancha olis irmoqlarning elas jildirashlari qulog'iga chalinar va u birdan boshini ko'tarib bu ajabtovur tovushlarni tinglashga tushar edi. Yana quyosh yuz ko'rsatib uyg'ona boshlagan shimol tabiati bo'riga ta'sir etmoqda edi. Havoda ko'rkam nafasi kezar, qor ko'rpasi ostida hayot g'imirlar, daraxtlarni qoplagan qirov erib, kurtaklar ko'z uqalar borliq uyg'onmoqda edi. Bir ko'z hamrohiga tashvish bilan tikilardi, ammo urg'ochi bo'ri o'rnidan turishni parvoyiga keltirmas edi. U atrofni ko'zdan kechira turib, xiyol narida parillab havoga ko'tarilgan chug'urchuqlarga qarab turib, o'rnidan turishga chog'landi. Ammo urg'ochi bo'ri esiga tushdimi, yana cho'zilib yotdi-da ko'zlarini yumdi. G'im-g'illagan tovushni eshitib bir ko'z uyqu aralash bir necha bor panjasi bilan tumshug'ini yelpidi. Birovardida uyg'onib ketdi. Tumshug'ining uchida kattakon chivin g'ing'illar edi. Ehtimol chivin qish bo'yi to'nka-po'nkada jon saqlagan. Endi esa oftob nurining harorati unga jon bag'ishlagan bo'lsa kerak. Bo'ri o'zini qurshagan olamning serjilo ishoratlariga qarshilik qilishga majoli yo'q edi. Bundan tashqari u behad ochiqqan edi. Bir ko'z urg'ochi bo'rining yoniga sudralib bordi-da, o'rnidan turishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Ammo urg'ochi bo'ri bunga javoban irillab qo'ydi, xolos. Shunda bir ko'z bir o'zi jo'nashga qaror qildi-yu, tashqariga chiqqach oyoqlari qorga botib qolganini ko'rib, yo'l yurish oson emasligini sezdi. O'sha yoqda daraxtlar soyasidagi qor hali erimagan qattiq edi. Kun bo'yi izg'igan bir ko'z g'ira-shirada horib charchab, beshbattar ochiqib qaytib keldi. Yo'lida bir necha marta o'ljaga duch keldi, ammo birortasini tutolmadi. Quyonlar eriy boshlagan qor sathida yengilgina sakrab yurar, u esa qorga botib qolaverdi. Allanimani g'ira-shira ilg'agan bir ko'z ichkariga kirmay g'or og'zida to'xtashga majbur bo'ldi. Ichkarida bir g'alati, zaifgina tovushlar kelardi. Bu tovushlar urg'ochi bo'rnikiga o'xshamas, lekin bu bilan birga ularning nimasidir tanishga o'xshardi. U pisib shunday ichkariga kirganda urg'ochi bo'ri tahdidona irillab kutib oldi. Buni eshitib bir ko'z dovdirab qolmadi, ammo yaqiniga ham yo'lamadi. Bir muncha berida turaverdi. Uni urg'ochi bo'ri emas, boshqa narsa, zaif, karaxt g'ingshishlar va beozob nola qiziqtirar edi. Urg'ochi bo'ri unga g'azab bilan o'kirdi. Bir ko'z g'or og'ziga chiqib xujanak bo'lib yotdi-da uxlab qoldi. Ertalab g'or g'ira-shira yorishgan mahal yana kechagi tanish tovushning egasini bilgisi kelib ichkariga bosh suqdi. Urg'ochi bo'ri yana irillab kutib oldi, lekin uning tahdidida yangi ohanglar paydo bo'lgan edi. U xuddi bir nimani qizg'anayotganga o'xshardi. Mana shu bir ko'zni yaqin bormay uzoqroqda turishga majbur etar edi. Shunga qaramay u urg'ochi bo'rining chatanog'i orasida onasining qorniga yopishib olgan ko'yi g'imirlayotgan 5 nafar jajjigina jondorlarni payqadi. U nimjon, o'zini eplay olmayotganlar eshitilar eshitilmas chiyillar ko'zlarini ocholmas edilar.
Bo'ri hayratga tushdi. Uzoq umri davomida bunaqangi hodisalarni ko'p ko'rgani bo'lsa ham, u har safar hayratga tushaverardi. Urg'ochi bo'ri undan xavotirlanardi. U ora-chora irillab qo'yar, mabodo bir ko'z yaqinlashgudek bo'lsa, tahdidona o'kirishga tushardi. Garchi u son sanoqsiz marta bolalab, hali biror marta ulardan judo bo'lmagan esa-da, barcha ona bo'rilar singari erkak bo'ri bolalarimni yeb qo'yadi deb qo'rqardi. Mana shu qo'rquv bir ko'zni yaqin yo'latmaslikka urg'ochi bo'rini majbur etardi. Ammo bo'rivachchalarga hech qanday xavf yo'q edi. Nogahon qari bo'ri o'zini dunyoga keltirgan ajdodlari qonidan o'tgan sezgilar amrini his qildi. Beixtiyor butun vujudi bilan uni amrni tuydi-da, o'z zurriyotlariga yegulik keltirgani jo'nadi. Ordan 5-6 mil narida anhor ikkiga ajralib, uning ikkala irmog'i tog'lar sari keskin burilib oqardi. Bo'ri so'l irmoq yoqalab jo'nadi va ko'p o'tmay allaqanday jonivorning iziga duch keldi. Izlarni iskab, ularning yangi ekaniga ishonch hosil qilgach, qorda yotib, izlar ketgan tomonga uzoq tikildi. So'ng asta ortiga burilib, o'ng qo'ldagi irmoq yoqalab yo'lga tushdi. Izlar o'zidan xiyla yirik hayvonning izlari edi. Bo'ri uni ta'qib etish befoyda ekanini sezdi. Shu asno yana yarim mil yurgach, bo'ri allaqanday g'ijirlagan tovushni ilg'ab to'xtadi. Yaqinroq pusib bordi-da, orqa oyoqlarida turib, tishlarini daraxtga ishqayotgan jayraga ko'zi tushdi. Bir ko'z ishi o'ngidan kelmasligiga ko'zi yetsa ham, orqa tarafidan sekin jayraga yaqinlashdi. Ko'pdan beri shimolda jayralarga yaqin yo'liqmagan edi. Garchi umri davomida bir marta go'shtini tatib ko'rmagan bo'lsa ham, bunday vahshiy yirtqichlarning fe'lini yaxshi bilardi. Lekin hayot unga baxt yoki soddaroq aytganda omad nima ekanini o'rgatgan edi. Shuning uchun u jayrani qoralab pisib boraverdi. Bu to'qnashuv nima bilan tugaydi? Oldindan bir nima deyish qiyin. Tirik mavjudotlar orasidagi olishuv nihoyasini bashorat qilib, oldindan aytib bera bo'lmaydi. Jayra uzun-uzun o'tkir ignalarini tikkaytirib, g'ujanak bo'lib oldi. Bunday vaziyatda hamla qilish befoyda. Bir necha yillar muqaddam xuddi mana shunday jonsiz tuyulgan ignalar to'pini tumshug'i bilan tutaman deganda, jayra to'satdan dumi bilan bir ko'zning tumshug'iga qarsillatib solgan edi. Tumshug'ining uchiga bir dona igna sanchilib qolib, toza azob bergan va bir hafta deganda tushib ketgan edi. U hamlaga chog'lanib, jayraning dumidan yarim metrcha narida yerga yotib olib, qimir etmay kuta boshladi. Kim biladi, har ne sodir bo'lishi mumkin. Ehtimol jayra jussasini rostlab qolar, ehtimol uning yumshoq qorni ochilib, bexosdan panja urib yuborib tashlash imkoni tuyular. Ammo yarim soat kutib toqati toq bo'lgan bir ko'z o'rnidan turdi-da, yana qimir etmagan bir to'p ignaga g'azab bilan irillab jo'nadi. Ilgarilari mana shu alpozda besamar bo'lsa ham poylab yotaverardi. Hozir uzoq kutib yotishning mavridi emas. Bir ko'z daryoning o'ng qirg'og'i yoqalab yo'lga tushdi. Vaqt o'tib borar, u esa hamon hech narsa ovlay olmadi. Qonida jo'sh ura boshlagan mehr bo'rini yurishga, izlashga undardi. U qanday bo'lmasin, biron nima topishi shart va bunga majbur ekanini sezardi. Qiyom payti tustovuq uchradi. U butalar orasidan gurillab chiqqanini biladi. Qarasa, uzog'i bilan bir juft narida, to'nkada shu laqma parranda o'tiribdi. Bir-birini baravar ko'rib qolishdi. Tustovuq jon holatda qanotlarini yoyib uchishga chog'landi, ammo bo'ri panjasi bilan bir urib qulatdi va qorda tipirchilay ko'tarilmoqchi bo'layotgan joyida tishlab oldi. Tishlari yumshoqqina go'shtga botib, so'ngaklarning qirsillab sinishidan bir ko'zning ishtahasi ochildi.
Zum o'tmay bir nima esiga tushib, tustoqni ko'tara g'or tomonga yugurdi. U sharpadek tovush chiqarmay, qirg'oqning past baland yerlarini ko'zdan qochirmay, bir chaqirimcha yurgach, yana boyagi ulkan panjalar iziga duch keldi. Izlar u ketayotgan yoqqa burilgan edi. Bir ko'z bu izlar sohibiga yuzma-yuz borishga hozirlanib yo'lda davom etdi. U irmoqlar keskin burilib oqayotgan yerdagi qoyatosh ortidan boshini sekin chiqarib qaradi-yu, allanimani ko'rdimi, darhol yerga qapishib oldi. Bu qorda katta-katta iz qoldirib o'tgan o'sha yirtqich urg'ochi Silovsin edi. Silovsin ertalab bo'ri jayra oldida qanday yotgan bo'lsa, g'ujanak bo'lib olgan jayra qarshisida xuddi shunday alpozda yotardi. Agar shu yergacha bir ko'z sassiz tovush chiqarmay kelgan bo'lsa, toshdek qotgan jayra bilan Silovsinni ko'rgach, endi bamisli sharpaga aylandi qoldi. U tustoqni yoniga qo'yib, uzalay tushib qorga yotdi-da, pastak qora qarag'ayning igna barglari oralab hayot-mamot o'yini, nafas olmay yotgan bo'lsalar ham avji kuchga to'lgan va ikkovi o'zini mudofaa qilishga tayyor turgan Silovsin bilan jayrani ko'zdan qochirmay kuzata boshladi. Bu o'yinning mohiyati shundan iborat ediki, o'yin ishtirokchilaridan biri ikkinchisini yemoqchi, ikkinchisi esa qurbon bo'lishni istamas edi. Keksa bo'ri ham bir narsadan umidvor bo'lib, yashiringan yeridan o'yinda ishtirok etardi. Darhaqiqat omadi yurishib qolsa, yashash uchun nihoyatda zarur yegulik ulush tegib qolishi mumkin edi axir. Oradan 1 soatga yaqin vaqt o'tdi. Biron o'zgarish sezilmadi. Bir to'p ignalar qimir etmas, jayra toshdek qotib qolgan edi. Silovsinning marmar haykaldan farqi yo'q. Bir ko'z esa nafas chiqarmay o'likdek yotardi. Lekin ayni chog'da toshdek qotib turganiga qaramay, ikkovining g'oyatda sergak va xushyor ekani, hech qachon vujudlari hozirgichalik beqiyos kuch-quvvatdan taranglashmagan, metindek bo'lmaganini sezardi. Bir ko'z bir nimani ilg'agandek oldinga surildi. Pastda allaqanday o'zgarish sodir bo'lgan edi. Silovsin ketib qoldi degan qarorga keldi shekilli. Jayra sovutini yecha boshladi. U zarracha shubhalanmasdi. Ulkan tikan o'rami sekin asta yoyilib, jayraning nashtarlari tikraydi. Buni ko'rib qarshisida bamisli tayyor ovqat turgandek bir ko'zning so'lagi oqdi. Hali ignadan to'qilgan po'stinini batamom yechishga ulgurmagan jayra daf'atan Silovsinni ko'rib qoldi-yu, shu lahzada Silovsin uni panjasi bilan sop qoldi. Bu zarb yashirin tezligida sodir bo'ldiki, jayra hatto qimirlashga ulgurolmay qoldi. Bamisli yirtqich parrandanikiga o'xshab qayrilma temirdek tirnoqli panja jayraning yumshoq qornini yorib yuborgan edi. Agar jayra ignalarini butunlay yoyishga ulgurgan yoki dushmanni bir nafas kechroq ko'rganida edi, Silovsinga shikast yetmagan bo'lardi. Ammo Silovsin panjasini tortib olgan chog'ida jayra dumi bilan yonboshidan qarsillatib urdi-yu, o'tkir ignalar Silovsin badaniga xanjardek sanchildi. Hammasi ko'z ochib yumguncha ro'y berdi. Ketma-ket bir-biriga zarba berishga ulgurgan jayra bilan Silovsin biri chiyillab, boshqasi og'riqdan o'kirib yubordi. Bir ko'z boshini ko'tardi. Quloqlarini ding qilib, suyunganidan dumini likillatishga tushdi. Silovsin o'zini tiyolmadi. U og'riqqa chidolmay quturib ketib jayraga tashlandi. Biroq xirillayotgan, yorib tashlangan qornidan osilib tushgan ichak chavog'ini to'sish uchun g'ujanak bo'lishga chirinayotgan jayra yana dumi bilan urib qoldi. Silovsin og'riqdan yana o'kirib yubordi-da, jon achchig'ida ortiga sapchidi. Uning tumshug'i igna qadab qo'yilgan yostiqchaga o'xshab qolgan edi. U
cho'g'dek achishtirayotgan nayzalardan qutulish uchun tumshug'ini panjasi bilan tumdalar, qorga suqar, shox shabbalarga ishqar va beqiyos og'riq va qo'rquvdan o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Silovsin pishqirishdan to'xtamadi. Kalta dumini jon talvasasida silkita oxiri asta sekin tinchidi. Bir ko'z undan hamon ko'z uzmasdi. Dafatan u sapchib tushdi va erillab yubordi. Sirtlon jon achchig'ida irg'ishladi-da, chinqirgan ko'yi qochdi. Uning qorasi ko'zdan yo'qolib, chiyillashlari eshitilmay qolganda, bir ko'z yashiringan yeridan chiqishga botindi. Qor sathini qoplagan o'tkir ignalar bamisli har lahza panjalariga kiradigandek u ohista oyoq qo'yardi. Bo'rini ko'rgan jayra g'azab bilan o'kirib, tishlarini irshaytirdi. U arang burkanib oldi. Ammo bu endi yaqiniga yo'lab bo'lmaydigan to'da emasdi. Uzilgan paylari o'ziga bo'ysunmas, qorni deyarli qoq ikkiga yorib tashlangan va qonga belangan edi. Bir ko'z qon aralash qorni kappa og'ziga olib huzur bilan yutardi. Bundan battar qorni tatalab, ochligi zo'riqdi. Ammo u dunyoda bekorga shuncha yashadimi? Hayot har qanaqa sharoitda ham ehtiyot bo'lishga o'rgatgan emasmi? Hamma narsaning vaqti soati bor. U shundoqqina Jayraning qarshisida qorga uzala tushib yotdi. Jayra esa tishlarini g'ijirlatar, xirillar va ayanchli tarzda ingrardi. Bir necha daqiqadan so'ng bir ko'z Jayraning ignalari shalvirab, butun badani qaltiray boshlaganini sezdi. So'ng bu qaltiroq darhol bosildi va Jayraning qoziq tishlari so'nggi bor g'ijirladi-da, ignalari tamomila shalpayib, tanasi shilq etib tushdi. U boshqa qimir etmadi. Bir ko'z qo'rqa-pisa panjasi bilan Jayrani chalqanchasiga yotqizdi. Hammasi joyida. Jayra jonsiz edi. O'ljani sinchiklab tekshirgandan keyin bo'ri uni tishlab daryo yoqalab sudrab ketdi. U o'tkir ignalariga tegib ketmaslik uchun boshini bir tomonga burib tortardi. To'satdan bir nima esiga tushdi-da, Jayrani tashlab tustovuq yoniga qaytib bordi. U zarracha ikkilanmay tustovuqni yeyishga kirishdi. Apil-tapil yeb bo'lgach, yana Jayraning jasadi tomon yugurdi. Bir ko'z keltirgan o'ljasini g'orga sudrab kirganda urg'ochi bo'ri o'ljani ko'zdan kechirdi va boshini ko'tarib uning gardanini yalab yulqadi. Lekin shu bilan birga o'sha zahoti bolalaridan nariroq turishni talab qilgandek irillab qo'ydi. To'g'ri, bu safar urg'ochi bo'rining ovozida g'azabdan ko'ra yolvorish ohangi kuchliroq edi. O'z zurriyotining otasidan xavotirlanishi hissi asta sekin yo'qolib borayotgan edi. 3-bob. Kulrang bo'ri bolasi. U hamzotlaridan keskin ajralib turar edi. Ularning juni malla rangga moyil bo'lib, hammalari ona bo'riga tortgan. U esa quyib qo'ygandek bir ko'zning o'zi edi. Bir qorindan talashib tushgan bo'ri bolalari ichida faqat u kulrang edi. Uning bo'ri naslidan ekani yaqqol sezilar va ko'p jihatlari bilan otasini eslatar. Farqi shuki, uning ko'zi ikkita, otasiniki esa bitta edi xolos. Kulrang ko'zi yaqinda ochilgan bo'lsa ham o'tkir edi. Hatto ko'zi ochilmagan paytda ham sezgirligi oqibatida ko'p narsalarning farqiga borardi. Avvalo u 4 chog'li qarindoshlarining ham har bittasini ajrata olar edi. Ha deganda ularga tegishar, qitmirlik qilar, mabodo urush chiqsa g'alatdan irillagudek bo'lar, bo'g'zida allanechuk qaltiroq boshlanardi. Ko'zi ochilmasdan ilgariroq u hidlari, harorati orqali mehr, yegulik va ardoqlash manbai bo'lgan onasini boshqalardan ajratardi. Ona bo'ri yumshoq tili bilan uni beozor yalab yulqiganda u halovat topar va pinjiga suqilib orom uyqusiga ketardi. Birinchi oy deyarli uyqu bilan o'tdi. Ammo endi ko'zi
ravshanlashib, kamroq uxlaydigan bo'ldi va sekin-asta olam bilan tanisha boshladi. U yashayotgan olam zim-ziyo edi. Boshqa olamni bilmagani uchun ham buni bilolmasdi shekilli. Tevarak nim qorong'u edi. Ammo bundan ravshanroq yoki o'zgacha olam unga notanish edi. U yashayotgan dunyo behad tor g'or bo'ri uyasining devorlari bilan chegaralanardi. Bo'rivachcha tashqi olamning bepoyonligi xususida hech narsa bilmas. Shuning uchun u katalakdek diqqinafas uyda yashash azob bo'lib tuyulmas edi. Darvoqe, ko'p o'tmay u o'zi yashayotgan olamning bir devori boshqalaridan farq qilishini payqab qoldi. Bu g'orning og'zi edi. O'sha tomondan ichkariga nur yopirilardi. Bu devorning boshqalariga o'xshamasligi u ba'zi narsalarni anglaydigan va o'z holicha bir nimalarni istaydigan bo'lmasidan avvalroq payqagan edi. Bu devor bo'ri bolasini ko'zi ochilmasdan ancha ilgari, ya'ni uni ko'rmagan paytlarida ham mutassil qiziqtirar edi. O'sha tomondan yopirilib kelayotgan nur uning yumuq ko'zlariga ta'sir qilar hamda behad yoqimli va shu bilan birga g'alati hislar qo'zg'ayotgan haroratli shu'lalardan qovog'i jimirlay boshladi. U bamisli quyoshga talpingan kungaboqar singari borliq vujudi bilan istasa istamasa shu nurga talpinar edi. Bo'ri bolasi bir nimalarni g'ira-shira anglaydigan bo'lmasdan avvalroq dam-badam g'or og'ziga sudralib borar, hamzotlari undan bir nafas ajralmasdilar. Hayotlarining mana shu davrida ulardan birortasi g'orning qop-qorong'u qismiga bormasdi. Bamisli ular bir maysayu g'or og'zidan tushayotgan nur quyosh ularning vujudida uyg'onayotgan hayot nurga talpinar edi. Ularning yashashi uchun nur nihoyatda zarur edi. Shu boisdan ko'zlari yarim ochiq jajjigina bo'ri bolalari beixtiyor unga talpinardilar. Keyinchalik ham ularning har biri mustaqil harakat qila oladigan va o'zlaricha bir nimalarga qiziqadigan bo'lganida g'or og'zidan yopirilayotgan nurga tashnaliklari yanada kuchaydi. Ular uzluksiz g'or og'ziga sudralib borishar, ona bo'ri dam-badam ularni qaytarishga majbur bo'lardi. Ana o'shanda bo'ri bolasi onasining yalab yulqaydigan huzurbaxsh tilidan boshqa o'zga xususiyatlari ham borligini guvohi bo'ldi. Jon jahdi bilan nurga talpinar ekan, u onasining tumshug'i borligi va haddan oshganda jazolash uchun shu tumshug'i bilan turtkilashi mumkinligiga ishonch hosil qildi. So'ngra yiqitib o'zini bir zumda dumalatib g'orning ichkarisiga keltirib qo'yishga qodir baquvvat panjalari ham borligini sezdi. Shu tariqa u birinchi marta og'riq nimaligini his qildi va iloji boricha undan qochadigan bo'ldi. Dastlab bunday jazoga loyiq sho'xliklardan o'zini tiydi. Keyin jazoga chap berish va qochishga o'rgandi. Bu endi har xil voqealardan o'zicha xulosa chiqarish natijasi edi. Shu choqqacha u o'zi anglagan holda nurga qanday talpingan bo'lsa, xuddi shunday kaltakdan qochardi. Endi bo'lsa kaltakligini bilgani uchun qochishga urinardi. U o'ta yovuz bo'rivachcha edi. Boshqa bo'richalar ham undan qolishmasdi. Bu tabiiy, chunki u xom go'sht yeb kun ko'ruvchi yirtqichlar zurriyoti edi. Dunyoga kelgan kunidan boshlaboq emgan ona suti xom qon sizib oqayotgan go'shtdan hosil bo'lardi. Hozir tug'ilganiga bir oy to'lib, ko'zlari bir hafta ilgari ochilgan chog'ida sut yetkazib berolmaganidan 5 nafar bolasiga ona bo'ri chaynab tutayotgan go'shtdan u ham pok-pokiza tushira boshlagan edi. Kulrang bo'ri bolasi kun sayin yirtqichlashib, yovuzlashib boradi. Hamzotlariga nisbatan bo'g'iqroq va qattiqroq irillar g'azabi xuruj qilganda xiyla qo'rqinchliroq bo'lardi. Panjasi bilan ularni urib, ag'darishni ham u birinchi bo'lib o'rgandi. Dastlab ulardan bitta yarintasining qulog'idan tishlab, silkigancha irillab, u yoqdan bu yoqqa sudragan va yerga
bulg'ashni odat chiqargan ham u edi. Shubhasiz boshqa bolalaridan ko'ra u ko'proq onasini tashvishga solardi. G'or og'zidan tushayotgan nur kulrang bo'rivachchani tobora o'ziga oshufta qilardi. U dam sayin tashqariga chiqish uchun g'orda timirskilanib yurar va xuddi shu alpozda sudrab joyiga keltirib qo'yishardi. To'g'ri, u tashqariga g'or og'zi orqali chiqilishini hali bilmasdi. U bir yerdan boshqa yerga olib boradigan har xil kirish va chiqish yo'llari borligidan shubhalanmasdi ham. Umuman u boshqa joylar mavjudligidan bexabar edi. U yoqqa qanday borilishi haqida-ku gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun g'orning og'zi unga to'siq, nur to'sig'i bo'lib ko'rinar edi. Erkinlikda yashayotganlar uchun quyosh qanday ahamiyatga ega bo'lsa, mana shu to'siq uning uchun shunday vazifani o'tar, ya'ni u yashayotgan olamni quyoshdek yoritardi. Kulrang bo'rivachcha chiroqqa talpingan parvonadek shu yorug'likka talpinardi. U erta-kech o'sha yoqqa borish umidi bilan yashardi. Uning vujudida kun sayin uyg'onayotgan hayot yorug'lik devori sari boshlardi. Uning qonida oqayotgan hayot, tiriklik, tashqi dunyoga eltuvchi yagona yo'l ham va u bosib o'tishi shart bo'lgan yo'l ham mana shu g'or og'zi ekanligini sezardi. Ammo o'zi bu haqda hech nima bilmasdi. U tashqi olam mavjudligidan ham bexabar edi. Bu yorug'lik devorining bitta g'alati xususiyati bor edi. Otasi bir ko'zning bo'ri bolasi uni yorug'likka yaqinroq joyda uxlaydigan va o'zi yashayotgan olamdan onasiga o'xshab ovqat keltiradiganlardan biri sifatida tan olardi. O'sha shaffof devor orasidan o'tib ko'zdan g'oyib bo'lish odati bor edi. Kulrang bo'ri mana shuni sira tushuna olmasdi. Onasi shaffof devor yoniga yaqin yo'latmas, ammo har safar g'orning boshqa devorlari oldiga borganda nozik tumshug'i allaqanday qattiq narsaga urilardi. Shunda tumshug'i og'rirdi. Bir necha bor shunday urinishlardan so'ng devorni iskab tekshirishdan voz kechdi. Pirovardida sut bilan chaynab yumshatilgan go'sht onasiga xos xususiyat, otasiga esa birdan g'oyib bo'lish xususiyati xos ekanini anglab yetdi. Ochig'i bo'ri bolasiga fikrlash yot edi. Jilla qursa odamlardek fikr yuritish xos emas. U ko'p narsalarni g'ira-shira ilg'ardi xolos. Shunday bo'lsa ham uning xulosalari odamlarnikidek qat'iy va aniq bo'lardi. Ro'y bergan hodisani nega va nima uchun bunday bo'ldi deb taftish qilib o'tirmasdi. Shu narsaning yuz berganini bilishning o'zi kifoya qilardi. O'zini qurshab turgan olamni shu tariqa idrok etardi. Shuning uchun g'or devoriga tumshug'ini bir necha bor nuqib ko'rgach, otasi singari devor orasidan o'tolmasligiga tan berdi. Ammo buning sababini bilishga hech qachon qiziqib ko'rmasdi. Qisqasi, izchil va to'g'ri fikr yuritish unga yot edi. Shimol o'lkasida hayot kechiradigan aksar jonivorlar singari u ham ochlik nimaligini juda erta totib ko'rdi. Shunday kunlar keldiki, otasi bir parcha go'sht keltirmas, hatto ona bo'rining yelillari sut bermas edi. Bo'ri bolalari g'ingshir, ingillar va ko'p vaqt karaxt bo'lib yotishardi. Bora-bora ochlikdan tirishib qoladigan bo'lishdi. Janjal to'polonlar barham topdi. Ulardan birortasining g'azablanishga, irillashga holi kelmasdi. Shaffof devor yoniga sudralib borishlar o'z-o'zidan tugadi. Ular sulayib yotishar, tomirlaridagi qon esa sekin-asta sovib borardi. Bir ko'zning halovati yo'qoldi. U kun bo'yi har yerda izg'ib yurar, noxush va halovatsiz uyasida kamdan kam tunar edi. Oxiri urg'ochi bo'ri ham bolalarini tashlab ovga chiqdi. Urg'ochi bo'ri bolalagan kunlari bir ko'z hindular qishlog'iga qatnab, tuzoqqa ilingan quyonlarni o'g'irlab yurdi. Ammo qorlar erib, daryolar yana to'lib oqa boshladi deguncha hindular ketib qolishdi-yu,
Bu yegulik manbaini ham Xudo ko'p ko'rdi. Kulrang bo'ri bolasi sal-pal quvvatga kirib, yana o'sha oppoq devorga qiziqsina boshlaganda, o'zi bilan birga yashayotgan g'or ahli xiyla kamayishganini payqab qoldi. Uning bitta-yu bitta tug'ishgani qolgandi. Boshqalari g'oyib bo'ldi. Darmonga kirishi hamona u yana sho'xlik qilishga tushdi. Lekin unga qo'shilib o'ynagani sherik topilmadi. Chunki tug'ishgan hamzotining na boshini ko'tarishga, na qimirlashga holi bor edi. Kulrang bo'richa yana keti uzilmayotgan go'sht evaziga semirdi. Hamzoti esa adoyi tamom bo'lgan edi. U ko'zlarini ocholmay kun uzu kun yotar, bir hovuch qoq suyakka aylangan jismidagi hayot shami tobora so'nib, bora-bora oxiri butunlay so'ndi. Keyin bir ko'z ham shaffof devor tomonga ko'rinmay qoldi. Uning g'orga kiraverishidagi o'rni huvillab qoldi. Bu voqea birinchisiga nisbatan chidasa bo'ladigan navbatdagi ocharchilikning oxirlarida yuz berdi. Urg'ochi bo'ri bir ko'z nima sababdan g'orga qaytib kelmaganini bilar, biroq o'zi guvohi bo'lgan narsani bolasiga aytib berolmasdi. Chap qirg'oq yoqalab daryoning yuqori silovsin yashaydigan qismiga ketayotganda u bir ko'zning bir kun avvalgi iziga duch keldi. Uning atrofdagi hamma narsa yaqin orada bo'lib o'tgan omonsiz olishuvdan va g'olib chiqqan silovsinning uyasiga jo'naganidan darak beradi. Urg'ochi bo'ri uyani izlab topdi. Bir talay belgilarga qaraganda silovsin o'sha yerda edi. Urg'ochi bo'ri kirishga botin olmadi. Shundan so'ng urg'ochi bo'ri daryoning bu qismida ov qilmay qo'ydi. U silovsinning bolalari borligi hamda yirtqichning o'zi behad yovuz va hech narsadan tap tortmasligini bilardi. 3-4 ta bo'ri birlashib sirtlonning surobini to'g'irlab qo'yishi hech gap emas, lekin u bilan ayniqsa yeyman deb og'zini ochib turgan bolalari borligini bila turib yuzma-yuz kelish boshqa gap. Shimol shimolligiga boradi, lekin onalik tuyg'usi ham hazilakam kuch emas. U shimol tugul, jahannamning ham bolasi uchun olovning og'zidan qaytmaydi. Shu bois bir kunmas bir kun bolasi deb urg'ochi bo'ri chap qirg'oq bo'ylab borishi, qoyatoshlar orasidagi uyada yashayotgan vahshiy sirtlonga yuzma-yuz kelishi muqarrar edi. 4-bob. Dunyo devori. Onasi ov qilgani g'ordan chiqib ketadigan bo'lganida bo'ri bolasi nima uchun g'or og'ziga borishi taqiqlanganini tushunib yetgan edi. Bu qonunni onasi goh tumshug'i, goh panjasi bilan turtkilab doim uqtirib turishini kanda qilmagandi. Qolaversa uning o'zida qo'rquv hissi paydo bo'la boshlagan edi. G'ordagi qisqagina umri mobaynida o'takasini yoradigan birorta hodisa ro'y bermadi, lekin shunga qaramay u qo'rquv nimaligini bilardi. Qo'rquv bo'ri bolasiga qadim ajdodlaridan boshlab ming-minglab hayot tomirlari orqali o'tgan edi. Bu bir ko'z bilan urg'ochi bo'ridan o'tgan meros edi. Zero o'z navbatida ularga ham o'zlaridan avval yashab o'tgan barcha bo'ri avlodidan meros sifatida qolgan edi. Qo'rquv esa shimolning merosi edi. Birorta yirtqichga bundan qutulish yoki unga mensimay qarash nasib etmagan. Alqissa kulrang bo'ri bolasi sababini tushunmasa ham qo'rquv nimaligini bilar edi. Ehtimol u hayotiy qiyinchiliklardan biri sifatida unga ko'nikkandir. Hayot mashaqqatlardan iboratligiga kelsak, bunga u allaqachon ishonch hosil qilgan. U ochlik sinovidan o'tdi. Qornini to'yg'izolmaganidan nafsi ozor chekdi. G'orning mustahkam devorlari onasining tumshug'i bilan qattiq
turtishlari, panjalari bilan ayamay urishlari, ochlik azobi, olamda hamma narsalar ham mumkin bo'lavermasligi, aksincha hayotda cheklashlar va man etilgan narsalar ko'pligiga ishonch uyg'otgan edi. Ana shu taqiblar qonuniyat edi. Ularga itoat etmoq, bir tomondan azob chekmoq, ikkinchi tomondan hayot mashaqqatlaridan xalos bo'lmoq degani edi. Bo'ri bolasi bularning barchasi haqida insonga o'xshab mulohaza yuritmasdi. U shunchaki o'zi yashab turgan olamdagi narsalarni ikkiga, yomon va yaxshi narsalarga ajratar va alohal yonidan, ya'ni taqiqlangan narsalardan kechishga tirishar va faqat hayot in'om etgan siylov bilan shodlikka yukinardi. Bo'ri bolasi onasi uqtirgan mana shu qonun va qo'rquvning qandaydir ta'siri ostida bo'lgani uchun ham g'or og'ziga yaqin yo'lamasdi. O'sha tuynuk erkinlikka chiqish darchasi unga hamon shaffof devor bo'lib ko'rinardi. Ona bo'ri chiqib ketgan kezlari u doim uxlar, uyg'ongach esa zorlangandek g'ingshib yotardi. Kunlarning birida u shaffof devor tarafdan kelayotgan g'ayritabiiy tovushlardan uyg'onib ketdi. Bu g'or og'zida to'xtagan suvsar ekanini bilmasdi va shu sabab o'zining jasoratidan titrab qaqshab o'sha yoqdan kelayotgan hidni iskadi. Bo'ri bolasi faqat bir narsani, tovush notanish va g'alatiligi, demak noma'lum va qo'rqinchli ekanini tushunardi. Darvoqe majhullik va begona, noma'lumlik qo'rquvning doyasi emasmi? Bo'ri bolasining jullari hurpaydi, ammo ovoz chiqarmadi. Bu tovushdan keyin hurpayish darkorligini va u qanday seza qoldi. Shu choqqacha bunaqa vaziyatga tushmagan bo'lsa, zotan izohlab berish amri mahol bo'lgan qo'rquv shu tariqa yuzaga qalqib chiqqandi. Ammo bunga qo'rquv bilan birga yana bir g'ayrishuuriy istak, yashirish, qochish istagi qo'shildi. Bo'ri bolasini vahima bosdi. Lekin u qilt etmay tosh qotdi. O'likdek yotaverdi. Uyasiga qaytib kelayotgan ona bo'ri suvsar isini ilg'ab, u kirgancha g'orga otildi va favqulodda mehribonlik bilan bolasini yalab yulqay boshladi. Shundagina bo'ri bolasi katta falokatdan qutulganini tushundi. Ammo uning vujudiga boshqa hayotbaxsh kuchlar ham o'z ta'sirini o'tkazayotgandi. U kun sayin o'sib ulg'ayardi. Sezgi va tabiat qonunlari undan itoat etishni talab qilar, kuchga to'la boshlagan vujudi esa bo'ysunishni istamasdi. Onasiga qo'shilib qo'rquv ham shaffof devordan nariroq yurishga majbur qilardi. Ammo modomiki hayot o'sish, ulg'ayishdan va hamisha yorug'likka talpinishdan iborat ekan, uning vujudida kun sayin har bir luqma go'sht bilan gurkirab borayotgan hayotning toshqinli oqimini hech qanday kuch to'solmasdi. Alal oqibat bo'rivachchaning jismi jonidagi o'sha hayot vahm va itoatkorlikdan ustun keldi va ajoyib kunlarning birida bo'ri bolasi qo'rqa-pisa g'or og'ziga qarab yurdi. Shaffof devor g'orning boshqa devorlariga sira o'xshamas, u yaqinlashgan sari tobora uzoqlashib borayotgandek ko'rinardi. U sinab ko'rmoqchi bo'lib kichkina yumshoq tumshuqchasi bilan oldinga cho'zildi. Ana hozir qattiq devorga uriladi deb kutdi. Yo'q, oq devor, nurga o'xshab shaffof hamda yorug'likdek o'tkazuvchan ekan. Bo'ri bolasi devor bo'lib tuyulgan narsaning ichiga kirdi va uning tarkibidagi moddaga cho'mdi. U tushuna olmay qoldi. Axir qattiq bir nimaning orasidan o'tayotgandek bo'layotuvdik-ku. Yorug'lik tobora kuchayib bormoqda edi. Qo'rquv bo'ri bolasini orqaga qaytarmoqchi bo'lar, vujudida kuchayib borayotgan hayot esa ilgarilashga majbur etardi. Mana nihoyat g'orning og'zi. Ajabo, o'zi ichida bo'lgan devor kutilmaganda
uzoqqa cho'zilib ketdi. O'ta kuchli yorug'lik ta'siridanmi, poyonsiz ravishda kengayib ketgan kenglikdan boshi aylandi. Ko'zi tindi. Oz-ozdan porlayotgan yorug'likka ko'zi o'rgandi-yu, buyumlar orasidagi masofani aniq ilg'ay boshladi. Avval devor shunchalik uzoqlashdiki, azbaroyi ko'rinmay qoldi. Endi mana paydo bo'ldi. Zum o'tmay yana uzoqlashib ketdi va boshqacha ko'rinishda namoyon bo'ldi. Devor ola-bula ko'rina boshladi. Qirg'oqni qoplagan daraxtlar, bu daraxtlar ortida bo'y cho'zgan tog', undan ham yuqorida joylashgan osmon uning ichida edi. Bo'ri bolasini qo'rquv bosdi. Notanish va vahimali narsalar ko'paygandan ko'payardi. U g'or og'zida qunishib oldi-da, ko'z o'ngida gavdalangan borliqni ko'zdan kechira boshladi. Naqadar dahshat! Barcha notanish narsalar tahlikali tuyulardi unga. Uning junlari tikraydi. So'yloq tishlarini ko'rsatib, g'azab bilan vahshiyona tarzda irillashga tushdi. O'takasi yorilgan mittigina bo'ri bolasi butun olamga qarshi bosh ko'tarmoqda edi. Lekin hammasi yaxshilik bilan tugadi. Bo'ri bolasi shunchalar berilib tomosha qilar ediki, azbaroyi irillash kerakligini ham, hatto qo'rquvni ham unutdi. Uning vujudida tobora kuchayib borayotgan hayot qanchalik bo'lsa-da qo'rquvni yenggan va ana shu qo'rquv o'rnini qiziqish egallagan edi. Bo'ri bolasi ko'z oldida gavdalangan manzarani, quyosh nurlarida yarqirab oqayotgan anhorning bir qismini, qiyalikdagi qurigan qora qarag'ay va to'g'ri g'or og'ziga borib taqalgan qiyalikni ro'y rost ajrata boshladi. Shu choqqacha kulrang bo'ri bolasi tekis yerda yashab kelgan. Hali biror marta yiqilib azobini tortmagan. U hatto yiqilishning o'zi nima ekanligini bilmasdi. Shuning uchun bemalol hech ikkilanmasdan oldinga havoga qadam qo'ydi. Orqa oyoqlari g'orga kiraverishdagi do'nglikka tiralib qoldi-yu, boshi bilan pastga sho'ng'idi. Tumshug'i yerga urildi-da, qattiq og'riqdan uvlab yubordi va o'mbaloq oshib, qiyalikdan pastga dumalab ketdi. U vahimaga tushdi. Oxir-oqibat noma'lum niyat uni o'z iskanjasiga oldi va hukmini o'tkazib, azob berishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Vujudida kuchayib borayotgan hayot yana qo'rquvga yon bosdi va bo'ri bolasi chiyillashga tushdi. U besababdan besabab xavf-xatar kutmoqda edi. U hech narsani bilmas, shuning uchun tinmay zorlanardi. Uv solardi. Yuragini hovuchlab yotgandan ko'ra hozirgi ahvoli battarroq yomon edi. A'zoyi badani shu qo'rquv izmida edi hozir. Qolaversa, uni qo'rquv emas, vahima azoblamoqda edi. Biroq qiyalik nishabi tobora rostlanib borar, etagi maysazor edi. Uning tepalikdan sirg'alib tushishi har tugul sekinlashdi. Nihoyat bo'ri bolasi to'xtadi va g'ingshidi. So'ng cho'zib zorlanib uvillashga tushdi. Keyin hech narsa bo'lmagandek g'ayrat ixtiyoriy ravishda biqinlariga yopishgan xas-xashakni yalab-yulqab tozalay boshladi. Tozalab bo'lgach, cho'k tushib o'tirdi-da, atrofga ko'z yugurtirdi. Boshqa sayyoraga kelib tushgan birinchi inson shunday qilgan bo'lardi. Bo'ri bolasi dunyo devori orasidan o'ta oldi. Noma'lumiyat uni iskanjasidan bo'shatdi va u ziyon zahmat chekmadi. Biroq o'zga sayyoraga borib qolgan odamzod yer yuzidagi bo'ri bolasidan ko'ra mo'jizalarni kamroq uchratar va kamroq hayratlangan bo'lardi. Zarracha tushunchasiz, tayyorgarliksiz, mutlaqo notanish olamga kelib qolgan bo'ri bolasi nimayam qilsin? Bo'ri bolasi mudhish noma'lumlik iskanjasidan xalos bo'lgach, hammasini unutdi. Qo'rquvni ham, hozirgina chekkan azobni ham. U o'zini qurshab turgan tabiatga mahliyo bo'lardi xolos. U oyoqlari ostidagi maysalarni sinchiklab ko'zdan kechirdi.
Xiyol naridagi qarag'ay butasi, o'tloq chetidagi qurigan qora qarag'ay, uni o'rab olgan daraxtlar. Nogoh o'sha qora qarag'ay ortidan bir olmaxon yugurib chiqdi-yu, bo'ri bolasining o'takasini yoray dedi. U yerga yota irillab yubordi. Olmaxon battar qo'rqib ketdi-da, jon holatda daraxtga tirmashib ko'z ochib yumguncha xavf-xatardan xoli shoxiga chiqib oldi va po'pisa qilgandek o'tkir ovozda chiyilladi. Shu voqeadan keyin bo'ri bolasining o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi. Sal keyinroq so'fi to'rg'ay uni hiylagina cho'chitib yuborgan bo'lsa ham hech narsadan xavotir qilmay yo'lida davom etdi. U shu darajada o'zini erkin va xotirjam tuta boshladiki, allaqanday parranda uning shundoqqina yoniga kelib qo'nishga jur'at qilgandi. U o'yinqaroqlik bilan old panjasini unga uzatdi. Bunga javoban haligi qush tumshug'ini cho'qib olsa bo'ladimi? Og'riqqa chidayolmay bo'ri bolasi yerga yotib oldi. Rosa angilladi. Uning tovushidan qo'rqib ketgan parranda pir etib havoga ko'tarildi. Bo'ri bolasi yuz berayotgan voqealardan saboq olardi. Uning ojizgina tumshuqchasida muhim o'zgarishlar ro'y berayotgan, g'ayri ixtiyoriy ravishda bo'lsa ham tegishli xulosalar paydo bo'layotgandi. Buyumlar ikki xil bo'lar ekan: jonli va jonsiz. Jonli narsalardan ehtiyot bo'lishi lozim. Jonsizlar qimirlamay bir joyda turaveradi. Jonlilar harakatda bo'ladi. Ular nima hunar ko'rsatadi, oldindan bilish amri mahol. Ulardan har balo kutish mumkin. Shuning uchun doim tayyor turish darkor. Bo'ri bolasi alpang-talpang qilib borar, dam-badam biron narsaga qoqilar edi. Hali uzoqda deb o'ylagan shoxlar tumshug'ini timdalar yoki baqillariga urilar edi. Yo'l notekis edi. U qoqilib yiqilar, tumshug'i lat yer, panjalari qayrilib ketardi. Yurganda oyog'i ostidagi mayda toshchalar panjasiga botar, og'ritardi. Ba'zi jonsiz narsalar qimir etmay turgani bilan azob berishi mumkinligini anglab yetdi. Hamma jonsiz narsalarni o'zi yashagan g'orga o'xshab ozor yetkazmaydi deb bo'lmas ekan. Kichkina mayda narsalar kattalariga qaraganda ko'proq to'kilar, yiqilar, o'girilar ekan. Har bitta xatosi unga maktab vazifasini o'tardi. Yurgan sari dadilroq qadam tashlardi. U sharoitga moslashardi. Tabiatdagi xususiyatlarning ichida eng kuchlisi o'zlashtirib o'rganish va o'sha zahoti tajriba sifatida foydalana olish. Bir so'z bilan aytganda, o'qish, bilish kuchliroq edi. Mana shu narsa unga juda qo'l kelar. Istiqbolda ham shu xususiyati tufayli ko'p og'ir sinovlarga dosh berish tugul ulardan osonlik bilan o'tar edi. Tajribasizlarga omad kulib boqadi doim. Ovchi bo'lib tug'ilgan, holbuki buni o'zi ham bilmasdi. Bo'ri bolasi yorug' olamga chiqqan birinchi kun g'or atrofidayoq o'ljaga duch keldi. U nojo'ya qo'pol harakati tufayli noxosdan kaklik uyasiga tushib ketdi. Ochig'ini aytganda, uning uyasiga yiqildi. U ag'darilib yotgan qora qarag'ay tanasidan yurib o'tmoqchi bo'ldi. Chirigan po'stlog'i mo'rt bo'lmaydimi? Bo'ri bolasining oyog'i ostida sinib tushdi-yu, u toyib ketib yiqildi. Jon holatda angillab shox-shabbalar va yaproqlar oralab ag'anadi-yu, to'ppa-to'g'ri 7 ta kaklik jo'jalari garangsib turgan uyaga tushdi. Kaklik jo'jalari chirillab yuborishdi. Bo'ri bolasi dab-durustdan qo'rqib ketdi. Zum o'tmay ularning juda kichkina ekanligini ko'rib, yengil tortdi. Jo'jalar g'imirlay boshlashdi. Bo'ri bolasi bittasini panjasi bilan bosib ezgan edi, jo'jacha pitirlashga tushdi. Bo'ri bolasi quvonib ketdi. Jo'jani hidladi, so'ng ohista tishladi. Kaklik jo'jasi pitir-pitir qilib uning tilini qitiqladi. Qorni och bo'ri bolasining ishtahasi ochildi.
g'artcha tishlagan edi. Jo'janing mo'rt so'ngaklari qirsilladi va bo'ri bolasi qaynoq qon ta'mini sezdi. Qon judayam xushxo'r ekan. Zero hozir uning og'zida shu paytga qadar onasi doim ilinadigan o'lja go'shti bor edi. Og'zidagi et o'sha. Birgina farqi et yanayam totli va xushxo'r edi. Chunki bu o'lja hali tirik. Qon esa issiq edi. Bo'ri bolasi kaklik jo'jasini pokiza tushirdi va to oxirgi jo'jani ham tinchitmaguncha jag'i tinmadi. Oxiri xuddi onasiga o'xshab lablarini yaladi-da, shox shabbalar orasidan chiqa boshladi. Uni baloyi azim kutib turgan ekan. Kutilmagan o'sha baloyi azim unga tashlandi-yu, qanotlar zarbidan bo'ri bolasi ko'zini ocholmay o'zini yo'qotib qo'ydi. U oldingi panjalariga tumshug'ini suqib chiyillab yubordi. Qanotlar zarbi to'xtay demasdi. Ona kaklik o'zini to'xtata olmasdi. Bo'ri bolasining ham g'azabi qaynab toshdi. U qattiq erillab sapchib turdi-da, panjalari bilan qarshilik ko'rsata boshladi. So'ng mayda bo'lsa ham o'tkir tishlari bilan kaklikni bir qanotini tishlab oldi va kuchi yetgancha u yoqdan bu yoqqa tortqilay boshladi. Endi kaklik ikkinchi qanoti bilan part purt urib qutulib ketish payiga tushdi. Bo'ri bolasi umrida birinchi marta yakkama-yakka urushayotgandi. U g'alaba lazzatidan mag'rur edi. Boyagi qo'rquvdan asar ham qolmagan. Ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. U qarshilik qilayotgan tirik mavjudotni tishlar va unga ayovsiz zarbalar beradi. Bundan tashqari o'sha tirik mavjudot go'shtdan iborat. Bo'ri bolasi qonsiray boshladi. Hozirgina 7 nafar mitti jo'jalarni tinchitdi. Endi ularning onasi bilan olishardi. U jon jahdi bilan urushar, o'ta baxtiyoru, lekin jang lazzati baxsh etayotgan baxtiyorlikni o'zi sezmasdi. Uning tomirida bamisli qon emas, olov oqardi hozir. Ana shu olov butun vujudini qamrab olgan. Qandaydir notanish bir huzur, vahshiyona xohish istak iskanjasidan chiqib ketolmasdi. U kaklik qanotlarini mahkam tishlab olgancha irillardi. Ona kaklik uni shoxlar orasidan sudrab chiqdi. Yalanglikka chiqqanda bo'ri bolasi uni yerga bosib, parranda jon achchig'ida tipirchilar va sog' qanoti bilan tarsillatib urar, qanotlari qor parchalari kabi havoda uchar edi. Bo'ri bolasi g'azabdan hamma narsani unutgan, tomirida ajdodlarining vahshiyona qoni jo'sh ura boshlagan edi. Shu soniyalarda o'zi sezmagan holda bo'ri bolasi huzurbaxsh onlar og'ushida yashamoqda edi. U zimmasiga yuklangan vazifasini ado etar, nima uchun tug'ilgan bo'lsa o'shani bajarar, o'ljasini yengishi va o'ldirmoq uchun olishardi. U tabiat ato etgan oliy vazifani amalga oshirar va shu tariqa o'zining mavjudligini oqlar edi. Bu eng ulug' ne'matga shukronalikdir aslida. Shak shubhasiz yaratishdan ko'zda tutilgan maqsadni ro'yobga chiqarish butun kuch-quvvat, mayl-ixtiyor, intilish va sezgilarning tantanasi edi. Nihoyat kaklik qarshilik qilmay qo'ydi. Bo'ri bolasi hamon uning qanotidan tishlab turardi. Ular ikkovi bir-biridan ko'z uzmay yerda yotishardi. Bo'ri bolasi qo'rqitmoqchi bo'libmi, g'azab bilan o'kirdi. Kaklik to'satdan qaychidek o'tkir tumshug'i bilan uning shundoq ham og'riyotgan tumshug'idan cho'qib oldi. Bo'ri bolasi sapchib tushdi, lekin qanotni qo'yib yubormadi. Kaklik ketma-ket yana 2 marta cho'qidi. Bo'ri bolasi chinqirib yubordi va qanot bilan birga kaklikni ham o'zi bilan tortib kelayotganini tushunmay ortiga chekina boshladi. Jafokash tumshug'iga ayamay tushayotgan zarbalarga chidayolmay bo'ri bolasi dunyoni boshiga ko'targudek angillashga tushdi. Uning jo'shqin jangovar hovuridan asar qolmadi. O'ljasini tashlab sharmandalarcha yalanglikning narigi tarafiga qochdi.
Borib hansiragan ko'yi tilini osiltirib buta ostiga yotdi-yu zorlanib uvilay boshladi. Birdan hech kutilmaganda noma'lum narsa uning boshi uzra charx urib yana bir baloni boshlayotganini sezdi. Bo'ri bolasi ustiga yana bir mash'um balo yopirildi. U arang o'zini chetga olishga va buta ostiga yashirinishga ulgurdi. Yelpig'ichday yopilgan bahaybat qanotlar uning shundoq ustidan yelib o'tdi. Yuqoridan bo'ri bolasi ustiga tashlangan lochinning hamlasi zoyi ketgandi. Bo'ri bolasi buta tagida yotgan ko'yi endi o'ziga kelib, atrofga qo'rqa-pisa alanglayotganda sayhonlikning narigi tomonidan yakson qilingan uyasidan part-purt qilib kaklik uchib chiqdi. Jo'jalaridan judo bo'lgan kaklik alamidan lochin degan baloyi azimdan ehtiyot bo'lish lozimligini unutgandi. Bo'ri bolasi hammasini ko'rib turardi. Aloha ko'ringanlari unga bir saboq vazifasini o'tardi. Lochin maysalarga ulkan qanotlari tekkudek darajada pastga tushib ketdi. O'tkir tirnoqlarini kaklikning badaniga botirdi. Kaklik jon achchig'ida chirillab yubordi. Lochin esa o'ljasini changalidan qo'ymay yuqorilab ketdi. Bo'ri bolasi ancha paytgacha hech qayerga chiqmay yashirinib olgan yerida yotaverdi. U ko'p narsani tushunib yetdi. Tirik mavjudot borki, go'sht maza qilib yeyish mumkin. Shundaylikka shunday, lekin yirik mavjudot ta'ziringni berishi mumkin. Kichkina kaklik jo'jalariga o'xshaganlarini yesa bo'ladi. Yiriklaridan ona kaklikka o'xshaganlaridan esa saqlangan ma'qul. Nima bo'lgan taqdirda ham uning g'ururi ozor chekkandi. Birdan uning ona kaklik bilan yana olishgisi keldi. Afsus, lochin uni olib ketdi. Balki boshqa kaklik uchrab qolar, izlab ko'rish kerak. Bo'ri bolasi qiyalama qirg'oqdan daryo bo'yiga tushdi. Shu choqqacha u oqar suvni ko'rmagan edi. Bir qaraganda suv bexavotir to'kis ko'rindi. U tap tortmay olg'a qadam tashladi-yu, o'takasi yorilib anhor tubiga cho'ka boshladi. Yana noma'lum narsaning changaliga tushgandi u. Suv o'ta muzdek bo'lganidanmi nafasi tiqildi. Odatdagidek uning o'takasi havo bilan emas, suv bilan to'la boshladi. U hozir ajal sirtmog'ida bayni badanidan uzilay deyotgan bir yaproqqa o'xshardi. U hali o'lim nimaligini bilmasdi. Biroq shimol o'lkalarida istiqomat qiluvchi barcha jonivorlar kabi undan qo'rqardi. O'lim uning uchun dunyodagi eng kuchli og'riq ifodasi edi. U o'sha noma'lumlikning negizi, samarasi, qolaversa mohiyati edi. Garchand hech qachon to'laligicha tasavvur qilmasa ham haddan tashqari qo'rqar va tuzatib bo'lmaydigan yengish amri mahol eng oxirgi balo-yu qazo ekanini ich-ichidan sezardi. Bo'ri bolasi suv sathiga ko'tarildi-yu, apil-tapil og'zini karrakday ochib havo yutdi. Uning hozirgi ahvolidagi yutoqishini chuqur-chuqur nafas oldi deb bo'lmasdi. Lekin ajabo bu safar anhor tubiga toshdek cho'kmadi. 1 soniya o'tdi, 2 soniya o'tdi. Bo'ri bolasi 1-2 silkindi-da, xuddi g'oyibdan birov o'rgatayotgandek, odatdagi bir ishni bajarayotgandek to'rtala oyog'ini baravariga o'ynatib suza ketdi. Yaqinroqdagi qirg'oq qolib, u bor yo'g'i 1 metr chamasi narida edi. Xiyla olis bo'lgani narigi qirg'oq sari talpindi. Anhor o'zani kambar edi-yu, lekin xuddi shu yerda keng yoyilib oqardi. Anhor o'rtalariga borganda suv bo'ri bolasini quyiga, ostona toshlar tomonga oqizib ketdi. Bu yog'iga o'zan yana torayar, insizlashgandan oqim tezlashib, suzishni qiyinlashtirdi. Bo'ri bolasi dam suv sathiga chiqar, dam boshi ko'zi bilan suv ostiga kirib ketardi. Tezob suv oqimi bo'ri bolasini u yoqdan bu yoqqa uloqtirar, goh yonboshiga, goh chalqanchasiga ag'darar, toshlarga olib borib urardi.
Ostona toshlardan o'tgach, anhor o'zani yana kengayardi. Bo'ri bolasi girdobga tushib qoldi-yu, suv aylanib uni sohilga eltib, sayoz yerga ohista qo'ndirdi. U tirmashib suvdan chiqib oldi-da yotdi. Uning borliq bilan tanishuvi davom etardi. Suv jonsiz bo'lsa ham harakat qilayapti. Undan tashqari bir qaraganda u qattiq yerga o'xshaydi. Aslida esa hech qachon bunaqa bo'lmagan. Bo'ri bolasi narsalar ko'rinishidan chalg'itishi mumkin ekanligini tushundi. Ajdodlarining o'zlarini qurshab turgan olamdan shubhalanishlari noma'lum narsalardan qo'rqish hissi sifatida unga meros bo'lib o'tganligi muqarrar ediki, ana shu narsa voqelik bilan yuzma-yuz bo'lgan chog'da kuchayayotgandan kuchaymoqda edi. Bundan buyon to abad narsalar va hodisalarning tashqi ko'rinishiga u hech qachon ishonmaydi. Uning hikmat to'la sabog'i shu. Ularga ishonishdan oldin aslida ular qanday, ana shuni bilib, shunga ishonch hosil qilmoq shart. Shu kuni bo'ri bolasi yana bir g'aroyib voqeaga duch keldi. U onasi borligini, bu yorug' olamda undan yaqinroq, undan zarurroq narsa yo'qligini eslab qoldi. Yuz bergan voqea va hodisalar oqibatida u faqatgina jisman emas, aqlan ham charchagan edi. Shu choqqacha u bugungichalik qiynalmagan, holsizlanmagan edi. Buning ustiga uning uyqusi kelgandi. Aloha u o'zini yolg'iz va nihoyatda ojiz va majolsiz sezgancha onasi bilan makoni g'orni izlab yo'lga tushdi. Butalar aro o'tib borarkan dafatan vahshiyona chinqirgan tovush eshitildi. Bo'ri bolasining ko'z oldidan allaqanday sarg'ish ko'lanka lip etib o'tgandek bo'ldi. U butazor sari o'qdek uchib kelayotgan lochinni ko'rib qoldi. Keyin oyoqlari ostida g'imirlayotgan mittigina mavjudotni payqadi. U xuddi o'zi bo'ri bolasi singari uyasidan qochib o'z holicha sayr qilib yurgan lachchaning bolasi edi. Mittigina lachcha bolasi lip etib maysalar orasiga kirib ketmoqchi bo'luvdi. Bo'ri bolasi tumshug'i bilan bir turtib uni chalqancha yotqizib qo'ydi. Lachcha bolasi chiyillab yubordi. Uning ovozi o'ta chiyildoq edi. Xuddi shu daqiqada bo'ri bolasining ko'z oldidan sariq ko'lanka lip etib o'tdi. U chirqiragan ovozni eshitdi-yu, allanima boshiga qattiq urildi va ona lachchaning o'tkir tishlari bo'g'ziga g'ippa yopishdi. Bo'ri bolasi ingillab, uvillab orqaga chekinayotgandi. Lachcha yugurib borib bolasini oldi-da butalar orasiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lachcha tishlagan yerlari hamon og'rir, lekin u ko'proq alamiga chiday olmas edi. Ona lachcha kichkina bo'lsa ham tishlagan yerini uzib olardi. Bo'ri bolasi hali lachcha shimol o'lkasida yashovchi yirtqich hayvonlarning eng dahshatlisi ekanini bilmasdi. Chindan ham qonxo'rlikda, vahshiylikda hamda qasoskorlikda unga teng keladigani yo'q edi. Qisqasi, sal o'tmay bunga o'zi ishonch hosil qildi. Lachcha butalar orasidan qaytib chiqqanida bo'ri bolasi haliyam diydiyo qilayotgandi. Lachcha yugura kelib unga tashlanmadi. Chunki endi bolasidan ko'ngli to'q. U sekin asta ehtiyot bo'lib yaqinlasharkan, bo'ri bolasi uning ingichka egiluvchan pishiq gavdasi hamda ilonnikiga o'xshash baland ko'tarilgan boshchasini aniq tiniq ko'rdi. Lachcha vahshiyona tarzda bir chiyillagandi. Bunga javoban bo'ri bolasining junlari hurpaydi va u ham tahdidona irilladi. Lachcha tobora yaqinlashardi. Hammasi ko'z ochib yumguncha yuz berdi. Bo'ri bolasi o'ta xom, tajribasiz ekani uchun sezmay qoldi. Sarg'ish ko'lanka bir soniya ko'z oldidan g'oyib bo'ldi-yu, o'sha zahoti lachcha uning tomog'idan oldi. Bo'ri bolasi o'kirar, tipirchilar, lekin qutulib chiqib ketolmasdi. Chunki u yosh, hali tajribasiz. Buning ustiga yorug' dunyoga ilk bor chiqishi edi. Undan nima kutish mumkin? Mana oqibati. U ingillashga tushdi va olishim uchun emas, qochish uchun lachchaning o'tkir tishlaridan qutulishga kuchanardi.
Biroq lachcha qo'yib yubormasdi. Aksincha, jon tomiri ko'k tomiriga qarab talpinardi. Lachcha qonxo'r jonivor ekanidan to'g'ridan to'g'ri tomirlarda oqayotgan qonni so'rishni afzal ko'rardi. Kulrang bo'ri bolasi halokat yoqasida edi. Agar butalar orasidan ona bo'ri otilib chiqmaganda u haqdagi qissamiz ham intihosiga yetmay qolardi. Lachcha bo'ri bolasini qo'yib o'zini ona bo'riga otdi. Lekin mo'ljalidan adashdi. Bo'g'zi qolib, to'g'ri vahshiyona ochilgan jag'iga ro'para bo'ldi. Ona bo'ri boshini bir siltadi. Lachcha avvalo tumshug'i bilan bo'rining jag'iga urilgan chog'da tishlari duv to'kildi va bu hali holva ikkinchi siltovdan keyin ho'llatdek havoga uchdi. Eng yomoni yerga tushayotib, havoning o'zida ona bo'ri uni tutib oldi-da, g'artcha tishladi. Shu tariqa lachcha o'lim topdi. Bo'ri bolasi onasining mehr shafqatini shu darajada shukrona bilan tuydiki, azbaroyi o'zini qo'ygani joy topolmasdi. Ona bo'ri bolasidan ko'ra ko'proq baxtiyor edi. U erkatoyini tumshug'i bilan turtib yerga dumalatdi. Yara chaqasini yalab yo'lqashga tushdi. So'ng ona bola qonxo'r lachchani yeb qorin to'ydirishdi va g'orga borib yotib uxlab qolishdi. 5-bob. O'lja qonuni. Bo'ri bolasi misli ko'rilmagan ravishda tez unib o'smoqda edi. U 2 kun dam olgach yana sayr qilgani otlandi. Bu safargi chiqishida u o'zi sabab bo'lib tinchitilgan ona lachchaning bolasiga duch kelib qoldi. Boyaqush u ham onasining ortidan joyi rostona bo'ldi. Bu safar bo'ri bolasi adashmay g'orni topib keldi va yotib uxladi. Ana shundan keyin u har kuni sayr qilgani chiqadigan va har safar g'ordan iloji boricha uzoqroqqa ketadigan bo'ldi. U o'z imkoniyatlarini, kuch-quvvati va ojiz tomonlarini qachon qo'rqmasdan tavakkal qilish, qachon ehtiyot bo'lishi shart ekanini aniq belgilab olishga odatlandi. Kamdan kam hollarda yuz beradigan vaziyatlarni aytmasa, har doim ehtiyot bo'lish darkorligini u tushunib yetgandi. Kaklik zotini uchratib qolsa, bo'ri bolasi vahshiylashib ketardi. Bir safar olmaxonning qurigan qora qarag'ay tepasidan turib taraqa turuq qilishiga xuddi shunday adolat bilan irillab javob qaytargani ham bejiz emasdi. Tumshug'ini cho'qigan parrandaga o'xshagan qush-qushni ko'rib qolmasa, bas g'azabdan o'zini qo'ygani joy topolmasdi. Ba'zan bo'ri bolasi hatto mayda parrandalarga e'tibor bermasdi. Aksar hollarda o'ziga o'xshab o'lja ilinjida ovga chiqqan boshqa yirtqich hayvonlar hujum qilib qolish xavfi tug'ilgan vaziyatda shunday bo'lardi. Bo'ri bolasi lochinni esdan chiqarmagandi. Uning soyasi ko'rindi deguncha chakalakzor ichiga kirib yashirinardi. Endi u yugurganda alpang-talpang qilmas, onasiga o'xshab yengil, shovqinsiz ildam yurar. Uning qanchalar tez yurishini ilg'ash oson emasdi. Ov qilish xususiga kelsak, birinchi kundayoq uning uchun kulib boqqan omad eshiklari yopilgandi. 7 ta kaklik o'ljasi-yu kichkinagina lachcha mana shu bor yo'q ovlanganlari. Biroq ov qilish istagi kun sayin kuchayib borardi. U o'zining kelayotganidan butun o'rmonga jar soladigan olmaxonni tutib yeyish ishtiyoqi bilan yashardi. Lekin qushlar havoda qanchalar yengil parvoz qilsalar, olmaxon daraxtda shoxdan shoxga shunchalar yengil va oson sakrab yurardi. Bo'ri bolasi sabr qilib uning yerga tushishini kutishdan o'zga iloji yo'q edi. Bo'ri bolasi onasini behad yaxshi ko'rardi. U qayerdan qanaqa qilib bo'lmasin yegulik topmay qo'ymas va bir qismini bolasiga albatta keltirib berardi. Bu hali holva, u hech narsadan qo'rqmasdi. Mana shu tap tortmaslik, dilovarlik ortilgan tajriba hayotiy saboq samarasi ekani bo'ri bolasiga noma'lum edi.
U qo'rqmaslik kuch-quvvatdan hosil bo'ladi deb hisoblardi. Onasi kuch-qudrati ifodasi edi go'yo. Shu kuchni ulg'aygan sari onasining tumshug'i bilan turtishi hamda panjasi bilan bergan zarbalarida aniq ravshan sezib borardi. Negaki ilgarigi bilan hozirgi jazolash o'rtasida farq juda katta ekanini u sezardi. Buyam onasiga bo'lgan ishonchni barqarorlashtirardi. Ona bo'ri bolasidan itoat etishni talab qilar, ulg'aygan sari unga bo'lgan munosabati keskinlashib, qat'iylashib borardi. Yana ocharchilik boshlandi. Bu safar bo'ri bolasi ochlik azobi nima ekanligini aniq bildi. Ona bo'ri yegulik izlab adoyi tamom bo'ldi. Kun o'lja ilinjida besamar kezar edi. G'orga kamdan kam uxlagani kirardi. Bu safar ochlik qisqa, lekin holdan toydiradigan darajada davom etdi. Bo'ri bolasi ona sutiga to'yish nimaligini u yoqda tursin, uning qancha ekanini unutdi. Go'shtni gapirmasa ham bo'ladi. Shu choqqacha u ermakka ov baxsh etadigan huzur uchun chiqardi. Endi esa chin ma'nosi bilan yegulik topish uchun boradigan bo'ldi. Lekin afsus, omad kulib boqmasdi. Biroq ming qilmasin, mana shu omadsizlik bo'ri bolasining har taraflama unib o'sishiga sabab bo'lardi. U olmaxonning odatini yanayam diqqat bilan o'rgandi va mabodo yerga tushgudek bo'lsa pisib, sezdirmay borish yo'llarini o'rganishga zo'r berdi. Bu kunga kelib o'tloqda lochin soyasi ko'rinsa, butazorga yashirinmaydigan zamonlar kelgandi. Uning kuchiga kuch qo'shilgan, hayotiy tajribasi ortgan, o'ziga bo'lgan ishonchi oshgan edi. Undan tashqari ochlik uni qahrli qilib qo'ygan edi. Endi u sayxonlik o'rtasiga hamma yerdan oshkor ko'rinadigan yerga borib turar, lochin hamlasini soatlab kutar edi. Tepada ko'm-ko'k osmon hovuri ichra o'lja nafasi haddan ziyod talab qilayotgan yegulik uchib yurar. Biroq lochin olishni mutlaqo istamasdi. Pirovardida bo'ri bolasi ochlik alamiga chiday olmay zorlangancha uvillar edi. Ocharchilik tugadi. Ona bo'ri g'orga go'sht keltirdi. U ilgari bunaqa go'sht keltirmagandi sira. Qandaydir g'alati, mazasi ham boshqacha. Bu sirtlon bolasining go'shti edi. Keltirilgan go'shtning hammasi bo'ri bolasiga tegishli edi. Onasi nafsini qondirganchalik yeb olgandi. Buning uchun sirtlon bolasining ichak chavog'ini yeganligini va xayoliga ham keltira olmasdi. Shu yegulikni yeb onasini qanchalik xatarli yerga borib kelganligiga qiziqib ham o'tirmadi. Bo'ri bolasi faqat bitta narsani, baxmaldek yumshoq terini silovsin bolasi go'sht yegulikdir. Uni yeyish kerak, tamom vassalom. Mana shuni yaxshi bilardi. Ochga tegma, to'qni qo'zg'atma deganlaridek bo'ri bolasi qorni to'ygach g'orda onasi yoniga kelib yotdi va uxlab qoldi. Bir vaqt onasining tumshug'idan uyg'onib ketdi. Shu choqqacha u bunaqa dahshatli o'krikni eshitmagandi. Bunga arzigulik sabab bor edi. Shu sababni ona bo'ridan yaxshiroq hech kim bilmasdi. Zero silovsin bolasini shundaylikcha yeb ketish yoki uni o'ldirib jazosiz qolish mumkin emas. Choshgoh quyoshning porloq nurlari ostida g'or og'zida yerga qaqshib yotgan urg'ochi silovsinga ko'zi tushgan bo'ri bolasining jullari o'z-o'zidan hurpaydi. U qarshisida turgan yirtqich baloyu azmning o'zginasi ekanini ich-ichidan his qildi. Hech qanaqa izohning hojati yo'q edi. Silovsin tashqi qiyofasidan u qadar vahimalik bo'lmasa-da, birdan guldiroz o'krikka aylanayotgan irillash zamiridagi g'azab har qanday tirik jonni sarosimaga solib qo'yadi. Bo'ri bolasi ancha yetilib qolgani uchunmi vujudida qaynab toshayotgan g'ayrati, shijoat izmida vahimaga tushmadi. Balki unga javoban g'azab bilan irilladi-da, dadil borib onasining yoniga turib oldi.
Lekin onasi uni yo'latmadi. Nari tur degandek tumshug'i bilan turtib haydadi. G'orning ensiz og'zi silovsinning sapchishiga xalal berdi. Shuning uchun u g'orga sirg'alib kira boshladi. Biroq urg'ochi bo'ri o'qdek uchib borib, uni yerga bosib oldi. Bo'ri bolasi jangda nimalar bo'layotganini ajratolmasdi. U o'kirgan, pishqirgan va qattiq irillagan tovushlarni eshitadi xolos. Ikkala yirtqich yerda dumalab yotardi. Silovsin raqibni tish tirnog'i bilan tilka-tilka qilmoqchi bo'lsa, urg'ochi bo'ri faqat tishlarini ishga solardi. Bo'ri bolasi taqdidona irillab o'zini silovsinga otdi-da, orqa oyog'idan g'archa tishlab oldi. O'zi sezmagan holda og'irligi bilan silovsinni bemalol harakat qilishga xalal berar va onasiga yengillik tug'dirardi. Jang o'zgacha tus oldi. Bo'ri bolasi olishayotganlar ostida qoldi-yu, uning silovsin oyog'ini qo'yib yuborishdan boshqa iloji qolmadi. Shu asno ikkala yirtqich birma-bir qo'yib yubordi. Silovsin urg'ochi bo'riga xippa yopishishdan bir soniya oldin zalvorli panjasi bilan bir urib, bo'ri bolasining abjag'ini chiqardi. Endi olishayotganlarning na'rasiga shikoyatomuz zorlanish qo'shildi. Lekin jang shunchalar uzoq davom etdiki, bo'ri bolasi bu vaqt ichida diydiyo ham qilib olishga, ham o'ziga kelib olishga ulgurdi. Jang nihoyasida u yana silovsinning orqa oyog'idan tishlab oldi. Silovsin yengildi. Uning ko'zlarida hayot shami so'ndi. Biroq urg'ochi bo'rining ham sillasi quridi. U bolasiga dalda berish va erkalash uchun silovsin tilka-tilka qilgan gardanni yalab yo'lqamoqchi bo'ldi-yu, ko'p qon yo'qotgani tufayli holsiz, bemajol edi. Kuchi yetmadi. Aloha bir kecha-yu bir kunduz qimir etmay o'lgan dushmanning jasadi oldida yotdi. Oradan bir hafta o'tgach, tashnaligini qondirish uchun g'ordan chiqqanda, urg'ochi bo'ri oyog'ini arang bosar, chunki har bitta harakatdan joni og'rirdi. Aloha silovsinni yeb bitirishgach, uning jarohati bitib, yana ov qilishga chiqa boshladi. Bo'ri bolasining yelkasi hamon og'rirdi va u ancha paytgacha oqsoqlanib yurdi. Shu vaqt ichida hayot haqidagi tushunchalari o'zgardi. U endi mag'rur yurar, o'ziga bo'lgan ishonchi xiyla oshgandi. Silovsin bilan bo'lgan omonsiz jangga qadar bunday tuyg'ular unga noma'lum edi. U hayot o'ta shafqatsiz ekanligiga ishonch hosil qildi. Og'ir jangda ishtirok etdi. Dushmanning badaniga tishlarini botirib omon qoldi. Mana shular unga kuch bag'ishlar, dadillik baxsh etar, tabiatda hatto ilgari sezilmagan jo'shqinlik paydo bo'lgandi. U xudo behuda hadiksiramaydigan, kichkina yirtqich hayvonlardan esa mutlaqo qo'rqmaydigan bo'ldi. Biroq sir, asror hamda vahimaga boy noma'lumlik hamon uni band qilib olgan va hamon qiynalar ezar edi. Bo'ri bolasi onasi bilan ovga birga boradigan bo'ldi. Uning o'ljasini qay yo'l bilan tutishi, o'ldirishini bir necha bor o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zi ham ishtirok etdi. U ov qonunlari nimadan iborat ekanini g'ira-shira tushunib borardi. Hayotda ikki toifa bor: o'ziga o'xshaganlar va begonalar. Birinchisiga onasi bilan o'zi mansub, ikkinchisiga qimirlash qobiliyati bor tirik jon mansub. O'z navbatida ular ham beistisno emas. Ularning orasida vahshiy bo'lganlari ham bor. Hamda o'z qondoshlari o'ldirib etini yeydigan mayda yirtqich hayvonlar ham mavjud. Keyin uning qondoshlari o'ldirib yeydigan yoki o'zlari ularga o'lja bo'ladigan dushman toifa bor. Mana shu asosda qonuniyat yuzaga kelgan. Hayotning mohiyati ov, hayotdan maqsad ham ov. Hayot bilan oziqlanadi. Dunyoda tirik jon borki, yeydigan va yo yeydigan bo'ladi. Mana shu qonun aytadiki, ol, ye, aks holda o'zingni yeyishadi.
Bo'ri bolasi bu qonunni aniq ravshan ajratib berolmas va undan xulosa chiqarib olishga urinmasdi ham. U hatto qonun haqida o'ylamasdi. Uning izni ixtiyoriga itoat etgan holda yashayverardi. Ushbu qonun ijrosini bo'ri bolasi hamma yerda ko'rardi. U kaklik jo'jalarini yedi. Lochin ularning onasini yedi va uni ham yemoqchi bo'ldi. Keyinchalik bo'ri bolasi ulg'aygach lochinni tutib yemoqchi bo'ldi. U kichkina silovsin bolasini yedi. Ona silovsin bo'ri bolasini paqqos tushirgan bo'lardi, modomiki o'zini o'ldirib yeyishmaganda. Hammasi shu taxlit davom etdi. Bo'ri bolasining atrofida yashayotgan tirik jon borki, shu qonun asosida umr kechiradi. Holbuki u ham shu hayotning kichkina bir qismi. U vahshiy, u faqat va faqat o'zidan qochgan, par etib uchib ketgan, daraxtlarga tirmashib chiqqan, yer ostiga kirib yashirina olgan yoki u bilan jangga kirgan, gohida g'olib kelgan nimaiki mavjud o'shaning go'shtini yer, qonini ichar, shu bilan tirikligini saqlar edi. Mabodo bo'ri bolasi odamzodga o'xshab fikrlay olganda edi, u ehtimol hayot bu hech qachon to'ymaydigan nafsni qondirishga intilishdan, dunyo esa nafsni qondirish ishtiyoqida bir-birlarini ta'qib etayotgan, bir-birini tutib olib yeyish uchun urushayotganlardan iborat. Muttassil qon to'kilayotgan, zulm kutilmagan tasodiflar hamda ibtidosi ham, intihosi ham yo'q tartibsizlik hukm surayotgan sahnadan boshqa narsa emas, degan xulosaga kelar edi. Biroq bo'ri bolasi fikrlay olmas hamda odam singari umumlashtirish qobiliyatidan mahrum edi. O'z oldiga biror bir maqsadni qo'ydimi, bas, yolg'iz shu haqda o'ylar va yolg'iz shunga erishish payida bo'lardi. Ov qilish, o'lja qonunidan tashqari bo'ri bolasining hayoti yana ko'plab unchalik ahamiyati yo'q, lekin o'rganish zarur va o'rgangach itoat etish shart bo'lgan qonunlar mavjud edi. Dunyo tasodiflarga boy. Bo'ri bolasining vujudida jo'shayotgan hayot, uning jismidagi g'ayrat va ishtiyoq va muhabbatni boshqarayotgan quvvat uning uchun bitmas tuganmas baxt saodat manbai bo'lib xizmat qiladi. O'lja ortidan quvish, uni ta'qib etish bag'ishlagan huzur va lazzatdan sarxush bo'lardi. G'azab va janglardan halovat topardi. Hatto noma'lumlik vahimasi va sir asrorlari ham yashashga yordam berardi. Bulardan tashqari hayotda yana ko'pdan ko'p zavqli, yoqimli narsalar bor edi. To'yib ovqatlanmoq hamda quyosh nurlari ostida erinibgina mudrab yotmoq uning chekkan zahmatlari va g'ayrat ishtiyoqi evaziga berilgan bir mukofot edi. Zero chekkan zahmatlari-yu g'ayrat ishtiyoqining o'ziyoq unga olam quvonch, halovat baxsh etardi. Bo'ri bolasi o'zini qurshab turgan adovat to'la muhitga moslashib hayot kechirmoqda edi. U kuchga to'lgan, baxtiyor, emin erkin edi va o'z-o'zidan faxrlanardi.